shunchaki suhbat ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Bugun bizning mehmonimiz Hoji Akbar Mo'minov. Bir tarafdan qizuv, ya'ni Amerikada har kuni nimadir bo'ladi. То есть nimadir o'zi har kuni nimadir bo'ladiki, siz kutmaysiz-da. То есть неизвестность deydi, unknown. Nimadir bo'ladi. Endi hozirgi jarayonlar bilmayman qanaqa bo'lyapti, balki siz bilarsiz. Work and Travelga hozir ham borish aktual mavzumi? Ko'pchilik mana odamlar bor, ketishdan oldin faqat pul uchun ketishadi-da. Masalan, Amerikaga ham ko'pchilik o'ylaydiki, zo'r pul topaman deydi. To'g'rimi? Hamma ko'pchilik o'tani, как будто yerlarda dollarlar yotibdi, osilib yotib bo'lishadi. Vaholanki unaqa emas. Dastlabkilarda ishlab ko'rdingiz adashmasam. Mana shu narsalarni bir ichiga kirib, zo'r qilib bir gapirib bering demoqchiman-da. Eng qizig'i, tasavvur qiling, umrida yashamagan, ko'rmagan odam o'zini uyiga qo'yapti-da. Oilasi bilan turishadi ular. Endi ular masalan Ohioda yangi uy olishgan edi, hali hech kim yashamayapti edi. Endi почти remont tugab bo'lgan edi. Ular sal uzoqda turishadi. Endi ko'chib kelishligingiz kerak yaqinda. Kim bilan bilasiz, o'zi Amerikada butun dunyoning odami o'sha yerda. Har xil millatlarni. Har xil odamlarning millatini ko'rasiz. Tanish bilishni orttirasiz. O'zi men Amerikaga borgandan keyin qanchadan keyin yaxshi bir daromadga chiqib olish mumkin va qanaqa bo'ladi o'zi jarayon? Ko'p faktorlar bor. Hammasi o'ziga bog'liq. O'zi odatda Amerikada bir haftada 40 soatgacha ishlash qonuniy mumkin. Ko'pchilik uje o'qishni ham tashlab yuboradi-da, dastlabki ishlaydi, yoki vaqt kelgandan keyin trakka chiqib ketadi. O'tamicha trak anaqa qilingan. Bo'ldi, ketdi. Ani o'qish qolib ketdi, boshqa qolib ketdi, esdan chiqib qoladi. O'shaning uchun men ko'pchilikga aytardimki, Amerikaga o'zi bormoqchi bo'lsanglar-ki, borishdan oldin aniq maqsadinglar bo'lsin. Nima bormoqchisizlar, nima niyatinglar bor. Prosta pul topaman desanglar, tinchlikda bormaganingiz yaxshi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ta'lim telekanalimizning YouTube kanaliga xush kelibsiz. Yaqindagina AQShdan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir do'stimiz Hoji Akbar keldilar va 2-3 yil davomida shu Amerikada bo'ldilar va o'zlarining Instagram sahifalarida turli xil hayot tarzlarini yoritib bordilar. To'g'risi bizga juda ham qiziqarli bo'ldi. Va kelganlaridan keyin Hoji Akbar, agar imkoniyatingiz bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa, keling bir sizdan fikrlaringizni olaylik. Qalay bo'ldi o'zi Amerikadagi hayot deb taklif qildik suhbatga va bu suhbatimizni ko'rsatuvni nima deb nomlashni bilmadik. Va xulosa qildikki, kelinglar shunchaki suhbat deymiz va bu ko'rsatuvni olamiz dedik. Bu degani shunchaki suhbat ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Bugun bizning mehmonimiz Hoji Akbar Mo'minov. Assalomu alaykum Hoji Akbar. Assalomu alaykum Otabek. Hamma ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat taklif uchun. Xush kelibsiz. Rahmat. Biz Hoji Akbar kelishlar bilan aytdik. Hoji Akbar rostdan amerikalik odamlarga o'xshab qolibsiz lekin. Amerika sizni ancha o'zgartiribdi dedik. Haqiqatan shunaqa bo'pti menimcha. Endi Hoji Akbar boshlanishiga bir qisqacha o'zingizni tanishtirsangiz. Xo'p, ismim Hoji Akbar. 23 yoshdaman. 20 yoshimda shu Amerikaga ketgan edik. Work and Travel degan programma bor. Bundan oldin shu biz O'zbekistonda Westminster universiteti xalqaro universitetida o'qirdik. Va o'sha xalqaro universitetda o'qiyotgan studentlar uchun o'zingizdan bilishingiz kerak, yozda shunaqa programmalar bor. Work and Travel degan, ya'ni siz o'qishingiz vaqti tugagan sababli bir aprel yoki may oylarida 4 oy shunaqa programma qilinganki, ham siz AQShga borasiz, ham ishlashingiz mumkin va ham ko'rib ketishingiz ham bo'ladi. Va masalan o'zi Westminster kirgan paytim shu 2009-yil kirgan bo'lsam, o'zi qiziqish bor edi o'sha payt. Ham ketish bunday o'sha Work and Travel degan eshitgan edim o'sha payt. Qiziqish ham bo'lardi. No, o'zi shu Westminster universiteti ham juda ham o'zim xohlagan universitet edi. Chunki yoshlikda shu esimda bor, adam bilan shunday mashina yonidan o'tib ketayotganimizda qarab ketardim. Shu bir kun mashinaga kiraman deb orzu qilardim-da. Shu Xudo nasib qildi, mana shu 2009-yil shu Westminster universitetiga kirdik, boshladik o'qishlarni. O'sha yerda mana shu programmaga topshirib qo'ygan edik. Va o'sha yil esingiz bo'lsa kerak, bahor oyidan keyin Covid boshlanib qoldi va hamma joy yopildi. Possolstvolar ham yopildi, boshqasi ham yopildi. Shu sababli keyin biz programmamizda keyingi yil o'qishimizga to'g'ri keldi. Vot. Keyin shunaqa qilib keyingi yil o'tkazdik. Keyingi yil ham ochilmagani yo'q. Undan yana 3-yilga o'tkazdik keyin. O'sha 3-yilda xudoga shukr ishlarimiz yaxshi edi. Chunki men karantin sabab shu karantin paytida biz shu marketing sohasiga ham kirib keldik, digital marketingga. Shu SM sohalari bo'lardi va shu 3-4 yil davomida o'zimiz bilan birgalikda shu infaktorda ishlardik, har xil kompaniyada ishladik. Va shu sohaga ancha o'zim qiziqishim yaxshilanib ketgani sababli ishlarimiz ham juda ham yaxshi edi. Ko'p kompaniyalarga anaqa qilardik va 3-yil ancha ishimiz yaxshi bo'lganda, Xudo nasib qilgan ekan shekilli, ishlarimiz nasib qilgan ekan shekilli, o'sha vizamiz o'zidan o'zi bo'lib ketib qoldi. O'sha qiziqish ham yo'q edi. O'zidan o'zi bo'lib ketib qolib, o'zi
Undan oldin masalan chet elga ham chiqmagan edim. Shu bahor oyida Turkiyaga ketgan edim. Mart oyida kelishim bilan bir mart o'rtasi edi. Nima bo'lyapti deb o'zimcha bir qaray dedim o'zi. Programmam o'z bo'lyaptimi yo'qmi, posoditsiya qachon yozdiramiz dedim. Yozsam o'sha bizning sponsorlarimiz bo'ladi. Yozsam san dedi bir haftadan keyin intervyuing bor dedi, 5-6 kundan keyin dedi. Men endi u payt bilmayman. Dokumentlarim yo'q, hali hech tayyorlamaganman. Yo'q edyapman. Va tapir-tupir 5-6 kunda bir haftada shu dokumentlarni terishni boshladik. Keyin tavakkalga kirdim, to'g'risi qiziqish ham yo'q edi, lekin nasib qilgan ekan shu vizani olib chiqib keyin shu programma bilan keyin Amerikaga ketdik keyin. Zo'r. Endi biza o'zi Hoji Akbar bilan mana boya aytdilar, adalari bilan ko'chada o'tib ketayotganlarida Westminsterda ko'rsam shu universitetda o'qiyman degandagi niyatlari bizaga avval bergan intervyularda ham bor. Ta'lim telekanal loyihasining oliygohlarga tashrif degan ko'rsatuvi bor. Shu oliygohlarga tashrif ko'rsatuvlarimizni 3-4 yil oldingi sonida Hoji Akbar bilan Westminsterda aylanib chiqib, u yoqni obzor qilib berganmiz, ko'rsatganmiz. Va shunda ham shu fikrlarni aytgan edilar. Mana hozir ham shu fikrlarni aytdilar. Biz yuqorida qo'yib qo'yamiz. Agar qiziq bo'lsa, Westminster universitetining obzorini ham ko'rsanglar bo'ladi. Endi Hoji Akbar mana viza olishlaringiz va Amerikaga ketishlaringizga yetib keldik. Qanday bo'ldi o'zi taassurotlar va jarayonlar? Qanaqa qilib tayyorlangansiz o'sha vaqtlarda? Ketishingizdan oldingi fikrlaringiz qanaqa bo'lgan? Borganingizdan keyingi taassurotlar qanday bo'lgan? Endi hammani baram ketishdan oldin, masalan, Amerikaga ko'pchilik bormagan bo'lsa, ya'ni baribir hammadan shakllangan American Dream deydi. Hammada baribir yoshlikda shu Amerikan kinoni ko'rganimiz uchun, filmlarni ko'rganimiz uchun hammadan baribir taassurotlar, ya'ni baland binolar, shu hamma shu zvizdalar, hammasi o'sha yerda ko'radi butun dunyo. Bizda ham shunaqa taassurot bo'lgan, shu American Dream degan narsa. Vot, endi aytganimdek shu tapir-tupir bo'lib ketib qolgani uchun keyin shu ketdik. Endi bizani borishimizdan oldin ishlarimiz hammasi tayin edi. Bitta shtatda endi biz borganimizda bir shu boshida bir 3-4 kun Nyu-Yorkda bo'ldik. Endi Nyu-Yorkda bo'lganingizdan keyin уже 20 yoshli bola turib miya portlaydi. Kichkina shaharni tasavvur qilingiz, bitta katta shaharga tushib qoldingiz va masalan men bundan oldin ko'p chet elga o'rgatgan chiqmaganman. Shu aytgan bir Turkiyaga borib kelgan bo'lsam bo'ldi. Atak undan keyin shu bitta katta shaharga tushib qolgandan keyin уже yosh bolaga miyasi portlaydi. Baland binolar bittada, boshqa wow dedim. O'zim masalan programmam o'zi 4 oylik bo'lsa, men 4 oydan keyin xat berishim kerak o'zi sentyabrda. 3 kundan beri yuribman, masalan 3 kun qalyapmiz, Nyu-Yorkda yuribmiz, Manhattanda yuribmiz, уже miya portlayapti, уже sal fikr kelyapti. Shu yerda menga shaharimga o'xshayapti. Mana shu karyera qilgim kelyapti. Qanaqadir odam ichidan o'tadi-da. Men shaharim. Chunki Amerika shunaqa davlatki, yosh paytingizda borsangiz, baribir energiyangiz ko'p, motivatsiyangiz ko'p. Nimadir katta-katta ish qilgisi keladi odam, anaqada, tabiiy bu. Qanaqadir kattaroq ish qilgisi keladi va o'sha u yoqqa borganingizdan keyin chegara yo'q, miyangiz ochilib ketadi bittada. O'sha borgan paytimizda endi ko'ramiz, baribir ham shu wow deyapman. Shu yerda meni shaharim deyapman. O'tlanka ko'ramiz, keyin shunaqa endi boshida o'sha men kutgandek bo'ldi. Undan keyin o'sha boshqa endi shtatga ketganmiz, ishlarimiz bo'yicha, o'sha keyin boshqa shtatda endi oddiy joy baribir ham anaqa endi o'ta biza kelishimizdan oldin ishlarimiz tayyor bo'lgan. O'sha boshqa joy. То есть o'ta katta shaharimiz, kichkinaroq shahar, bir chekkaroq, aholisi ham bir qancha edi? 2,5 mingtami, 3 mingta aholi edi, kichkina joy, shahar. Endi o'ta boshida parkda ishlaganmiz. Keyin o'sha davomida ishlab yurib, o'sha payt keyin sekin vaqt kelib, keyin o'ylab qolganmiz. Balki qolamiz degan vaqtidan keyin. Lekin shu boshga kelganingizda baribir ham ощущениялар, taassurotlar boshqacha bo'ladi. Zo'r. Mana qarang, men hozir o'ylanib qoldim-da, Hoji Akbar. Mana misol biza hozir bu podkastda fevral oyida olyapmiz va tabiiyki bu yili ham work and travel ketmoqchi bo'lgan bolalar bor. Siz o'zi hujjatlarni qanaqa qilib topshirgansiz, sponsorlarni qayerdan topgansiz? Shularga ham to'xtalib ketishimiz kerakmikan deb o'ylanib qoldim-da. Endi hozirgi jarayonlar bilmayman qanaqa bo'lyapti, balki siz bilarsiz. Work and travelga hozir ham borish aktual mavzumi? Oldin haqiqatan boshqacha bo'lardi, bilsangiz, hamma work and travel, tadbirlar, treninglar, hozirgi kunda bilmayman nimagadir juda unaqa faol mavzulardan emas. Endi hozir o'sha O'zbekiston o'zi iqtisodiyotda ham balki rivojlanib o'tgan bo'lishi mumkin. Balki yoshlar ham bu yerda ancha o'zini tutib, balki yaxshi joyda ishlashayotgani sababli balki qiziqishi yo'q bo'layotgandir. Endi u payt balki hozirga o'xshab yaxshi ish joyi yo'qdir. Balki zamonaviy kasblar balki bu paytda yo'qdir. Masalan, qiyinchilik bo'lgach, balki ko'pchilik ketmoqchi bo'lgandir. Вот. Endi men hozir ham bilmayman. Endi 2-3 yil oldin qanaqa bo'lgan, hozir qanaqaligini, 2-3 yil oldin shu bizda endi topshirmoqchi bo'lsangiz, bu ham endi alohida programma. Siz masalan, xususiy universitetga kirib qoldim degani bu bo'ldi, men boraman degani emas bu. Bu ham ixtiyoriy programma.
То есть bunga ham alohida topshirasiz, bunga alohida pul to'laysiz, boshqa qilasiz. Keyin u sponsorlaringiz masalan, sponsor ham bor, 3-4 har xil sponsorlar bor. Solist o'zingiz, keyin ular sizga masalan ishni topib beradi, qayerda ishlamoqchisiga variant tashlab beradi. O'zingiz keyin tanlab, qaysi ma'qul bo'lsa, ular keyin shu hamma dokument taraflama hammasini ular qilib beradi va keyin shu yoki ular yoki o'zingiz shu posolstvoga intervyuga qilib, belgilab keyin kirasiz. Shu posolstvo ko'rsatadi dokumentlaringizni, siz bilan suhbat bo'ladi va agar siz olsangiz, keyin shu bir 4 oylik programmaga keyin ketasiz. Mhm. Endi ketgandan keyin o'zi ketguncha necha pul ketadi va borgandan keyin necha pul ishlab kelish mumkin? Fakt va o'zi anaqa fantastika. Ikki xil misol keltirsak bo'ladimi? Qanaqa eshitgansiz o'zi mana sizning Aytishadi, 20-30 ming dollar bitta Malibu'ni pulini olib keldi deyshadi. Rostdan mana shunaqa narsami? Necha oyda bu? Shu 4 oyda-da. Yo'q, endi 20-30 ming qiyin masala. Endi balkim kimdirlar qilgan bo'lishi mumkin. Mana oxirgi 2 yil o'zi Amerika iqtisodiyoti ham hozir mana bu ja zo'r emas, doimiy. Xitoy kuchayib ketdi. Xitoy ham kuchayib ketdi va undan tashqari o'zi endi oldin masalan immigrantlar ham bunday ko'p emas edi. Hozir Amerikaning o'zida ham ancha masalan ish taraflama ham ancha qiyinchilik bor, oson emas. Endi ma'lum anaqa 20-30 ming keladigan bo'lsa, to'g'risi bilmadim, juda fantastika bo'lsa kerak. Endi qanaqa o'tda programma endi har xil, sponsorlar har xil, endi ketish mumkin. Qanchadan bir 1,5 mingdan 4 ming 5 minggacha ketishi mumkin programma. Shu hamma to'lashingiz programmaga keyin o'sha chiptalaringizni olib, taxminan bir 3-4 minggacha ketishi mumkin. Hamma anaqa qo'shsak. Endi necha pul ishlash mumkin bo'lsa, endi nima bunaqada, o'tda Amerikada bilsangiz kerak, o'tda soatli to'laydi o'tda, bitta anaqa emas. Shuning uchun soatli bo'lgani sababli o'ta o'zingiz necha soat ishlashingizga bog'liq. Ko'p faktorlar bor. Hammasi o'zingizga bog'liq. O'zi odatda Amerikada bir haftada 40 soatgacha ishlash qonuniy mumkin. 40 soatdan. 40 soatdan ko'p bu как overtime deydi. Ya'ni topadigan pulingizdan masalan 1,5 barobar bo'ladi yoki kimdirlar ikkinchi, uchinchi ish topadi. Endi agar 40 soatdan olsangiz, deydi norma odatda mana hozir kamida Amerikada soatida eng kami bir taxminan shu $11 soatiga. Shuni urgan taqdiringizda ham masalan o'ylashim bo'yicha bir 1,5 ming, 2 ming, 3 ming chiqishi mumkin-da topayotganlar. Bitta ishingizda. Endi ikkita ishda ishlayman desangiz, balkim 4-5 ming topishingiz mumkin oyiga. O'tda. Endi 4-5 ming topib ham endi agar вообще xarajat qilmasdan 4 oy faqat bosib ishlayman desangiz, balkim topishingiz mumkin 15 ming, 20 ming. No, o'tda xarajatingiz bor, uyga to'lashingiz kerak, ovqatingiz bor, strafovkalaringiz bor. Keyin odatda baribir aylanishga chiqaman deysiz. Aylanishingizdan ham o'ziga yaxshigina pul ketadi. O'shaning uchun balki общий shuncha balki topishar. No, baribir расходы bor. Чисто olib kelaman deysiz, значит bular yoki aylanishmagan yoki вообще ishlatishmagan, полностью ekonom qilishgan. Faqat bosib ishlashganda endi. Zo'r. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, 3-4 ming dollar pul ketadi va 10 mingcha pul ishlab kelishingiz mumkin o'rtancha olib qaraganda. Xo'p, zo'r. Endi mana siz o'zingiz bordingiz. Hamma borganda shunda Nyu-Yorkka qo'nadimi? Nyu-Yorkdan keyin boshqa shtatlarga ketishadimi? Yo'q, endi har xil bor. Masalan, Nyu-Yorkka qo'nishingiz mumkin. Kimdir Chikagoga boradi. Chunki ko'pchilik ketganlarni ko'ramiz, Nyu-Yorkka borishadi. Nyu-Yorkda aytganingiz baland binolar oldida rasmlarga tushadi. O'zani maxsus joy bor-ku, hamma reklamalar ilingan joy. Nima deyiladi? Times Square. Times Square. O'sha yerda rasmlarga tushib, videolar olib qo'yishadi-ku. Ko'pchilikda ko'rganman. Endi eng mashhur joy edi Nyu-Yorkka. Sizda bo'ladi. Hop, mana endi o'zingiz borib oldingiz u yoqqa. Borganingizdan keyin nima bo'ldi mana? Aytdingiz, Nyu-Yorkka joylashdik, keyin sekin boshqa shtatlarimizga ketdik dedingiz. Shunaqa. Shular haqida ham sal batafsilroq bir ichiga kiraylik. Shu endi shu 3-4 kun Nyu-Yorkda aylandik, ko'rdik shaharni. Boshqa qilib keyin shu o'zimizdan shtatimizga ketdik. Bizning ishimiz endi kichkina shtat bor edi, Wisconsin degan shtat bor. U prям Middle Eastda joylashgan, Chikagodan sal teparoqda. Kichkina shahar, Wisconsin Dells degan shahar edi. Wisconsin o'zi shtat bo'lsa, Wisconsin Dells degan kichkina shahar bor. O'sha yerda bir 2,5-3 ming aholi edi, yashaydigan odamlar. O'sha yerda bizning ishimiz shu parkda joylashgan. Katta park bor. O'sha park juda ham почти shahar, kichkina shahar bo'lsa, yarmi shu park bilan o'zi anaqa qilgan. Gostinitsalar bor, parklar bor, juda ham katta. Почти har yili o'zi faqat studentlarga ishlashga o'zi yozdi. Qarasangiz hamma har xil davlatda studentlar bor. Butun dunyo studentlari. Yaxshi o'sha payt biz o'sha ishimizga yaxshi ko'pchilik o'zbek ham ketgan edik. Ko'pchilik ancha o'zbek edi. Shunga bir-birimizdan masalan so'rab, boshqa qilib, kim qayerdan ketdi, nima qildi, yaxshi bir-birimizga ancha yengillik bo'lgan, podдержка bo'lgan. O'sha mas ketayotgan paytimizda ham biz 4-5 kishi bo'lib ketganmiz. O'shaning uchun bir-birimizdan so'rab, boshqa qilib o'sha borib qo'nganmiz. O'sha ishlarimizni boshlaganmiz. Вот. Endi men o'tda ishim kassada edim. Ya'ni biz masalan parkka kirishingizda bilet sotadigan kassasi bor. O'shda ishlardik. Shu kassada boshlaganmiz.
O'shanaqa ishlab boshqa qilib o'sha yerda boshlaganmiz. U yerda soatiga necha pul topgansiz? Esingizda bo'lsa agar. Soatiga adashmasam $11 edi. $11 edi. Lekin shu bir haftadanmi, 2 haftadan keyin adashmasam aytishganki, vaqtida kelib, kecha qolmasdan o'sha qonun-qoidaga rioya qilsa yana adashmasam nechi pullar edi? 13 mi yoki $15 soatga qilib beramiz deyishuvdi-da, дополнительный. Va siz shu natijaga erishgansiz, chiqqansiz. Shunaqa endi o'sha kech qolmasligingiz kerak, aytgan vaqtga kelishingiz kerak. Masalan, berilgan shift bor, ya'ni o'sha qanchadir soat ishlab berishingiz kerak smenasini. O'sha hammasi vaqt soat qilib bersangiz, o'sha ko'tarib beramiz deyishgan hammaga. Zo'r. Endi biza montajyorlarimizdan ham iltimos qilib qolgan bo'lardi. Mana shu gapirib o'tgan jarayonlaringizni ham o'zi postlar qilib qo'yib borgansiz-ku, to'g'rimi? O'sha jarayonlardan bir rasmlar, videolar qo'yib, videoni yanada zo'r qilishsa bo'ladi. Shunaqa qilib bir qo'yib berishsa, xudo xolisa. Zo'r. Endi mana Hojigur u yoqda joylashdingiz. Kun tartiblaringiz qanaqa bo'lardi? U yoqdan uyga qatdan topgansiz, kimlarga aloqaga chiqqansiz, qayerda yashagansiz? Mana keyin boya sug'urtalar haqida gapirib ketdingiz. O'shalar haqida yana. Yo'q, shu aytganimdek, mana shu yaxshi programmamiz bor. Shu programmamiz ham ish topib beradi, ham bizga o'zi uy variantlarini beradi. O'zi shu ishimiz yonida o'zi shu uy joylari bor. Ham o'sha bizga o'sha anaqamizda, shu kontraktlarda, dokumentda o'zi yozib qo'yadi. Shu ish joyini, butun ish haqida informatsiya va shu yashash haqida ham informatsiya. Adreslari, qanaqa yetib borish mumkin u yoqqa. Shuning uchun o'sha borishimizdan oldin bizning uyimizni, bizning ishimiz hammasi tayyor bo'lgan, qayerga borishimizni. Shuning uchun qiyinchilik bo'lmagan. Shu masalan o'sha shatimizga borib turib, shahrimizga borib turib, shu taksida shuni borib olganmiz. Yashaydigan joyimiz endi ko'proq anaqa o'xshaydi. Qanaqa desam ekan, как общежитие bo'lmaydi-yu, endi как именно shu ishchilar uchun alohida joy qilingan, shunaqa bino. Bizda masalan o'sha xona kichkina xona qilgan, va kichkina, juda ham kichkina xona. O'sha xonada endi masalan necha kishi bo'lib turardik? 3-4 kishi bo'lib turardik-da, xonasiga qarab. Kichkinagina o'zi bir juda ham kichkina xona, bitta kichkinagina shu vanna tualeti bo'lardi, bo'ldi shu. Oshxonasi ham shu bitta xonaning ichida qiladi, kichkina stolchasi bor edi, xolodilniki bor edi. Agar topsam rasm tashlab qo'yaman. O'sha yerda shu 3-4 kishi bo'lib turardik. Yaxshi tekshirib ham o'zbek, shu bitta Inxada o'qishardi bolalar. Hali ham bitta o'rtog'im bilan bitta do'stimiz birga anaqa qilamiz. O'sha birga turardik, o'sha payt 3 kishi bo'lib turib, hamma shu o'ta hamma kelgan har xil studentlar ham hammasi shu 3-4 kishilab turishadi birga. Kichkina общежитиеga o'xshagan joy. Kun tartiblaringiz qanaqa bo'lardi? Kun tartibimiz endi hamma grafika bor-ku. O'sha aytganimdek, birinchi o'sha borganimizda bizda orientation bo'ladi. Borganingizdan keyin masalan qaysi kun belgilanadi sizga o'sha orientation, ya'ni ish haqida tushuntiriladi, o'z qayerga kelganingiz tushuntiriladi, nima gap o'zi, nima joylashgan, nimalar qilasiz, vazifalaringiz nima, sizni ish anaqangiz qanaqa bo'ladi, schedule deydi, ya'ni расписаниеңiz. O'sha hammasi haqida informatsiya beriladi, o'sha orientation bo'ladi. Taxminan bir kun yoki balkim bir necha kun sizga o'rgatiladi. O'sha paytda sizga o'sha расписаниеңizdan kelib chiqib, o'zingiz moslaysiz. Sizga aytishadi, masalan, mana bunaqa qilsan grafikin deydi, bunaqa grafikin deydi. Ya'ni hammada individual deydi. Hammada bir xil emas. U aytganimdek shift bor. Shift bo'lgani uchun endi o'sha o'zingiz grafingizdan kelib chiqib qilardingiz. Kimdirdir masalan bir payt obedda boshlandi ish. Qaysi payt ertalab vohlidan boshlanadi. Odatda ertalab shu o'zi park 9 ochiladigan bo'lib qolsa, u yerda ishchilar bir ertalab 8 ga borish kerak edi vohli, kamida 1 soat oldinda. Bu degani siz kamida bir 7:30 balki 6:30 vohli turib, ishlaringizni bajarib, keyin sekin borardingiz-da. Keyin shu masalan yo'g'i keyin shiftingiz ishingiz boshlanadi. U yoqdagi muhit qanaqa bo'lgan mana? Siz bordingiz, aytganingiz siz baxtingizga o'zbeklar bilan birga yashagan ekansiz, birga ishlagan ekansiz. Chetlarga chiqishi, ya'ni dam olishlarni qanaqa rejalashtirgansizlar? O'zi faqatgina yoki ish bo'lib qolgan. Yo'q, endi aytganimdek shu yaxshi bizlarning omadimizga kelgan, ko'pchilik o'zbek bo'lganmiz bitta joyda. Shu sababli biz bir-birimizni hamma podдержка qilganmiz-da. Kimdir buni bilmasa ham mana qilardi. Kimdir masalan qo'shimcha ish topsa yana bir-biriga tavsiya qilardi, kirgizib qo'yardi, boshqa qilardi. Yaxshi bizda ko'pchilik o'zbek bo'ldi. Men bir ikkita do'stlarim bor edi, gaplashardim. Men ular masalan bir boshqa shtatga ketishgan ishga bitta o'zlikisi bo'lardi-da. Endi bitta o'zbek, faqat bitta o'zi tasavvur qiling, bittagina o'zbek qishloqqa ketgan, hech kim yo'q, o'zbeklar yo'q, faqat amerikanslar bo'lishi mumkin. Endi u payt tasavvur qilavering-da, qiyinchilik ko'radi-da ular. Nima qilishni bilmaydi masalan, bunday podдержка yo'q. Kimdan so'rayman degan narsa yo'q. Bunaqa odam bolalar ham bor edi, gaplashardik. Qiynagan bolalar ham bor. Lekin xudoga shukr biz bunday qiynaldik deya olmaymiz, chunki biz bir-birimizni shu podдержка qilganimiz uchun biz ancha yengil o'tgan hammamizdan bir-birimiz bilan. Va shu anaqa qilib aytganimdek kimdir ish topsa yetardi, boshqa qilardi. Shunaqa yurganmiz-da. Undan keyingi ishlaringiz nima bo'lgan? Bu ishda mana qancha vaqt ishlagansiz? Xo'p, o'zi bu asosiy ishimiz bo'lgan. Shu o'zi masalan to'g'ri berilgan bo'lsa, o'zi to'g'rigacha ishlashimiz mumkin.
Endi kimdirlar masalan bir oy ishlaydi, kimdirlar 3 oy ishlashi mumkin. Uni o'zi qonun qoidasi bo'yicha shu 3-4 oy ishlashingiz kerak bitta ishda. Endi kimdirlar u yoqqa borib turib masalan yana qo'shimcha ish topadi kimdirlar masalan boshqa joyga borib turib yaxshiroq takliflar olsa, kimdirlar bu ish tashlaganlar ham bo'lgan. Вот. Lekin o'z qonun qoidasi bo'yicha tasholmaydi, chunki bu baribir sizga shu boshidan berilgan anaqa bu. Chunki ham boshidan masalan dokumentga qo'l qo'ygansiz, sponsoringiz bu siz ish topib bergan. Shuning uchun o'zi asosiy ish bo'lgan. Endi kimdirlar bor, endi shu ishga qo'shimcha ikkinchi ish olishgan. Kimdirlar kafeda olgan, kimdir restoranda olgan, kimdir yana masalan gostinitsada olgan, qo'shimcha ishlash uchun. Ya'ni bu ham doполнительный pul-da. Aytganimdek. Siz o'zingiz nima qilgansiz? Keling mana o'zingizni ichingizga ko'proq kiraylik. Mana bordingiz. Martda borganmisiz shunda? Yo'q, men Aprelda. mayda borganman. May. Mana mayda borgansiz. Borganingizdan keyin qancha vaqt o'sha ishda oxirigacha demay ishlagansiz, to'g'rimi? Men yo'q, oxiri Siz endi mana qaytmagansiz-ku. Mana mana shu narsalar qiziq. Mana qanaqa qilib siz u yerda qolib ketib qoldingiz? O'zi u yerga borgandan keyin qolib ketish uchun nima qilish kerak ekan o'zi? Aytishadi, mana bu yoqda ham siz o'qishingiz bor edi Westminsterda. Nima bo'ldi o'zi? Xo'p, men oxirigacha ishlaganim yo'q. Men bir taxminan qancha ishladim? Bir 1,5 oycha ishladim shekilli. Bir oydan sal oshib ishladim. Kichkina anaqa bo'lib qolgani uchun o'tda chiqib ketishga majbur bo'ldim ishdan. Bir taxminan 1 oydan ko'p ishladim. Undan keyin o'rtada bir kun, ikki kuncha gostinitsada ishladim. Gostinitsada o'zim uchun tajriba ortdim. Undan keyin o'sha aytishadi-ku, o'zani ko'pchilik internetda ko'rsangiz baribir borganingizda hamma ish qilar ekansiz-da. To'yingiz shu qo'lingiz nima kelsa qilasiz. Boshida yaxshi ishimiz oson bo'lgan, biz kassada bo'lganmiz, просто klient bilan gaplashardik, sotardik. O'tdan chiqib ketganimdan keyin shu 2 kun gostinitsada ishladimmi, gostinitsada o'sha hamma narsa ish qiladi. O'zim uchun tajriba bo'ldi. O'sha housekeeping deydi, ya'ni siz kirasiz, tozalaysiz masalan. To'yxonani masalan kirasiz, gostinitsa bo'ladi-yu, tozalaysiz, boshqa qilasiz, u qilasiz. Bir ish ku endi tasavvur qiling, umrimda qilmaganman. O'zi masalan ishlarim yaxshi bo'lgan boshqa joyda, lekin u yoqqa borib shuni ish qilyapsiz-da. Endi bu bir tarafdan achinib ham ketasiz, qaq kelib qoldim deysiz bir tarafdan. Nimalar qilyapman deysiz. Lekin ikkinchi tarafdan endi bu baribir shu yangi kelganingizda по-любому hamma odam o'tadigan etap ekan. 2 kun o'tdan ishladim, keyin o'tdan chiqib ketdim. 2 kundan keyin bitta boshqa bitta kafe topdim. Fast foodga o'xshagan sayt bor o'tda. Culver's deydi. Yaxshi bunaqa xo'jaylari hammasi zo'r edi. Unda kirib borsam o'zi o'sha bir ish bilan endi yurasiz, o'zingiz kirasiz, o'zingiz surishtirasiz, ish bormi deb o'zingiz so'raysiz, boshqa qilasiz. Juda ham ko'p o'sha work and travel ishlayotgan studentlarni ko'rib qoldim o'zi. Aytganimdek, ko'pchilik 2-3 ish olsa, o'sha kimdir voqea borib oladi-da, shu tezroq ish olib olish uchun ham hamma joy olib olishadi. Chunki student borgan sari ko'payib boraveradi-da. O'sha o'tgan sari ko'payib boraveradi. Hamma student по-любому shu kelib ketgan bolalar biladi. Hozir tezroq ishlab olmasam, endi дополнительный o'sha joy to'la bo'ladi и xohlaganda pul olmaydi. O'shaning uchun ham ko'pchilik sraz borgandan keyin birinchi ishi hal bo'ldi, sraz ikkinchisiga qarashadi, sraz uchinchisiga qarashadi. O'sha borganimda qarasam, tanish anaqa qildim, ko'rganman shu ishlagan birinchi ishimda amallab yaxshi xo'jayini amerikanец edi. Juda ham zo'r odam edi, menga yoqqan, o'sha bilan gaplashib ishga olgan. O'sha va keyin fast food boshlaganman ishimni. O'sha nima deydi ani, crew member deydi, ya'ni hamma ish qilaverasiz. Ovqatlarni olib berishingiz ham mumkin, kassada turishingiz ham mumkin, kimlarga ovqat yeb ketgan bo'lsa tozalashingiz ham mumkin. Keyin drive thru deydi o'tda, mana ko'pchilik rivojlangan Amerikada masalan drive thru boshida bundoq mashina keladi, zakaz qiladi, bundoq turadi, olib chiqib berishingiz kerak, bunaqa ham bo'ladi. Ya'ni crew member deyiladi, o'sha общаяnaqa, xohlagan shu ish qilib yuradingiz-da. O'shda keyin o'sha programma tugaguncha yaxshi ishlaganman o'tda. O'sha yaxshi qilib berishgan. O'rta-o'rtash overtime'larim bo'lardi. Ko'proq ishlasam, o'sha aytganimdek 40 soatdan ko'p ishlasangiz, o'sha to'layotgan pulga yarasha 1,5 marta ko'p to'laydi. Yaxshi edi ishim. Juda ham yoqqan o'zimga. Xo'jayini ham hammasi yaxshi edi. Shunda ketguningizgacha o'sha yerda ishlagansiz. Ketgunimcha o'sha yerda ishlaganman. Necha soat u yoqda ishlagansiz? O'sha odatda edi o'zi 40 soatgacha ishlash qonuniy mumkin. O'zi qonuniy 40 soatgacha haftasiga ishlay olasiz. Yo, mana 40 soat mashina oddiy kun tartibingizga bo'lib tashlang. Ertalab soat 9 dan 6 gacha ishlayman deysiz, yo 9 dan 3 gacha ishlayman deysiz. Undan keyin nima qilardingiz? Endi masalan deylik mana 40 soat deb olsak, balkim 5 kundir, balkim 6 kundir endi u ham o'zimizga bo'lardik. Masalan, kuniga 8 soatdan ishlashimiz mumkin, 7 soatdan. Deylik, masalan, ishlasak, bir kuniga 2 kunimiz day off bo'lardi. Day off degani siz dam olasiz. Ishingiz yo'q. Boshqa yo'q. Endi men boshida shu bu ishga o'tganimdan keyin, endi men ozgina ish qidirganman, qarasam hamma ish juda to'la, hamma studentlar olib bo'lgan. Shu sababli masalan day off kunlarimiz biz bolalar bilan aylanishga chiqardik. Yaxshi o'sha praktika masalan ishlayotgan yoki anaqa ishlayotgan bo'lsangiz, sizga har xil o'sha anaqa qilib berardi. Qog'oz beradi, o'sha imенно bu yerda ishlayotganligi uchun attraksionlar bor, boshqalar bor, skidka joyi bor, diskountlar bor yoki payt kelsa, shunaqa attraksionlar tekin. O'sha imенно biz bo'sh kunimiz borib maza qilib aylanardik.
ko'rardik shaharni, boshqa qilardik. Yonimizga bir ikkita shaharlar bor edi. Shaharga chiqib kelardik bolalar bilan. Вот. Atak o'sha dam olardik, har xil ish qilardikda. Hmm. Yeb ichishlaringiz nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Necha pul ketardi mana xarajatlaringiz va daromadlaringiz? Xo'p, endi вот как раз yeb ichish ozgina Amerikada problema, o'sha borganlar bilishadi. U yerda bilasizlar ko'p ovqat halol emas, go'shtlar halol emas. Mana shunda ozgina boshida qiyinchilik ko'rganmiz. Biz tем более bizning turgan shtatimiz kichkina shtat bo'lgani uchun ham u yerda masalan musulmonlar ham juda ko'p emas edi, kam edi. Shu sabab biz halol topa olmaganmiz. Go'sht ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Majbur biz endi как бы vegetarian yerdik, yo'kida pitsa xonalarga kirib turib masalan pitsa yerdik, sirni boshqa qilib yerdik-da masalan. Yo'kida baliqli narsa yerdik. Alternativa. Keyin shu vaqt o'tgandan keyin shu yonimizda bitta shahar bor ekan, 1,5 soatlik, 2 soatlik yo'l. Madison degan shahar. Topganmiz, bolalar borishgan. O'sha yerda как раз таки halol go'sht sodar ekan. Keyin как раз таки bir ora-chora o'shani juma kunlari yo'kida bo'sh kunlarimiz borardik, bolalar bilan ham o'tda aylanardik, ham kattaroq shahar edi. Bo'li go'jroq shahar, o'sha bo'li meni ham studentlar ham ko'p shahar edi. O'sha ham borardik ham o'shda bir aylanardik, o'shdan ham go'sht ham olib kelardik, ismi bor. Topganimiz uchun. Olib kelib, keyin uyda masalan qovurib, o'zimiz stolovkalarimiz bo'lardi, o'shda qovurib ovqatlar qilardik. Shu endi ovqatda ozgina problema bo'lardi, halollik bo'yicha. Lekin keyin o'sha keyinchalik boshqa anaqa o'tganim uchun ancha keyin o'sha yengil, sal yengil bo'lgan. Shunaqa. Endi mana ishingiz haqida gapirdingiz va qolib ketishingiz haqida gapirsak bo'ladimi? Gapirish mumkin bo'lgan narsalarini bir gapirib bersak. Qanaqa qilib u yoqda siz qolib ketib qoldingiz? Mana yaqindagina keldingiz Toshkentga. Shuncha yil u yoqda qoldingiz. Shuncha vaqt qolganingizga arzidimi yoki afsusdamisiz? Endi mana bunaqa bo'lgan. Baribir ham biz ishlab yurgan paytimiz o'ylaganmiz, okey. Men o'zimcha o'ylab yurganman, okey, mana hozir ikkita variantim bor. Endi aytganimdek boshida men Nyu-Yorkda bo'lganim uchun ancha masalan 100% qaytib ketishim sal tushib qolgan, bir 60-70% ga ko'rganimdan keyin. Keyin o'tlarda yurganmiz, baribir sharoit ko'rasiz, anaqa ko'rasiz, boshqa ko'rasiz, sal kelajakka qaraysiz, nimalar qilsa bo'larkan bu yerda. Sal o'sha ancha qolish anaqa ortgan. Keyin shu 2-3 oy ishlab yurgan bo'lsak, o'ylab yurganman, nima qilay ekan, qolaymikan, ketaymikan. Rosa boshim og'ritgan. O'ylayapman, okey. Menda bitta narsa yaxshiki, men oldindan o'ylardim-da. Ko'pchilik bolalar prosta ketib olish kimdir o'ylardi, qiynalgani uchun, boshqa qilgani uchun, lekin men o'ylardim, okey, men hop, qoldim. Nima bo'ladi dalishi? Bir tarafdan qiziq, ya'ni Amerikada har kuni nimadir bo'ladi. То есть nimadir o'zingiz har kuni nimadir bo'ladiki, siz kutmaysiz-da. То есть неизвестность deydi, unknown. Nimadir bo'ladi. Okey deyman, lekin bir tarafdan ham odam qo'rqadi, ikkinchi tarafdan qanaqadir drive ham beradi, qiziq sizga. Hayotingiz tasavvur qiling, qiziq, nima bo'lishini bilmaysiz ertaga. Ikkinchi tarafdan o'ylayapman, hop, mana ketdim O'zbekistonga, qaytib ketdim yana. Nima bo'ladi? Bir oy, 2 oy, hop, mana Amerikadan kelibdi. Hamma keladi, boshqa qiladi, nima vau bo'ladi, u ko'rishasiz, boshqa qilasiz. Yana hayotingiz o'sha tushib ketadi, yana o'sha ishingizni qilasiz, prinsip ishingiz yaxshi. No, qanaqadir bir xilligida, ma'ni bir xil yoqmayapti edi. Qanaqadir baram anaqa qiziqarli, shu такой неизвестный yoqadi, mana shunaqa yoqadi. Nima bo'lar ekan ertaga deb. O'sha o'ylaganman-da, keyin shu oxiri qaror qabul qilib qolaman deganman. Uydagilarni ko'ndirish oson bo'lmagan, bilasiz. Bu yana bitta katta baryerlardan bittasi. Endi tasavvur qiling, siz borgansiz, men qaytib kelaman deb, endi u yerda borib turib keyin ota-onaga men qolmoqchiman desiz, ota-ona qanaqa qabul qiladi? Ko'pchilik qiynaladi. O'g'lim nima qilasan u yerda deshadi, masalan. Nima bor Amerikada deshadi. Qaytib kelgin deydi deshadi. Stop oldingmi yoki deshadi. Ha, u yerda. Endi bilasiz, endi menda xayoliy borishi mumkin ota-ona. To'g'rimi? O'shaning uchun endi ular to'g'ri tushuntirganmiz, anaqa qilganmiz. Mana shunaqa ishlab ko'ringlar, bunaqa yo'llar bor ekan, tushuntirib boshqa qilib anaqa qilganmiz. Keyin shunaqa уже sekin shu qarorga qabul qilganimizdan keyin endi u yerda ko'pchilik bola ham bor edi, aytganimdek o'zbeklar ko'p bo'lganimiz uchun ko'ndirardim xafa. Bolalar qolaylik, qiziq bo'ladi, bir o'samiz. Hozir bor deylar, nima qilasizlar O'zbekistonga? Islomda endi aytardim-da. Bola o'ylanib qolardi, boshqa qilardi. U deb keyin ko'pchilik ham qolishdi u payt. Endi men indamayman, prosta ularni tashirdim. Okey, mana bor deysiz, nima qilasiz u yerda? Yokida o'zingiz qanaqa ko'ryapsiz O'zbekistonni? Yokida nimalar qilyapsiz? Kimdirlar aniq rejasi bor. Ko'pchilik qaytib kelaman, bo'ldi, men deydi, men boraman, bitiraman o'qishimni, keyin qaytib kelaman deydi. Bu ham zo'r. To есть aniq plani bor. Kimdirlar bor, prosta boraman deydi, o'zi nima qilishni bilmaydi. Bunaqalarga azizga qiziq bo'lishi mumkin. Shu bola o'ylaganmiz, nima qilamiz deb, keyin oxiri shu qaror qabul qilganimizdan keyin o'sha endi yaxshi, endi tanishi chiqib qolgan, o'sha advokatlar topganmiz. Ya'ni endi siz qolmoqchi bo'lsangiz, endi aytganimdek, boshida 4 oylik viza berilgan, o'zi siz 4 oycha chiqib ketishingiz kerak. Endi biz nima qilganmiz? Biz keyin o'sha programmamiz tugashga yaqin biz studentskiga o'tganmiz, statusga. Ya'ni siz masalan o'sha viza tugagungacha siz o'sha topshirsangiz dokumentlaringizni, shu studentga o'tmoqchiman deb,
u payt hali javob chiqmasa ham siz topshirgan bo'lsangiz bo'ldi. То есть ortida qanaqadir ma'no javob hali chiqmay qolsa, nelegalniy bo'lib qolmaysiz. Legalni yuraverasiz, chunki siz dokument topshirib qo'ygansiz. O'shaning uchun biz endi nima qilamiz degan shu o'yladik, nima qilamiz deb, shu eng optimalniy variant studentskiy ekan. Student statusga o'tamiz, viza emas bu. Chunki viza siz Amerikadan chiqib ketsangiz viza olasiz. O'tda tursangiz, просто sizni statusingiz o'zgaradi. O'shaning uchun o'tda biz studentskiy anaqaga shu advokat topib qilganmiz. Shu bir keyin bir 4 oylardan keyin уже biza o'sha studentskiy anaqamiz o'zgargan statusimiz. Keyin mana почти deyarli shu 2,5 yil mana hozir studentskiy statusda yuridik o'tdi. Shunda o'qidingizmi? Endi masalan boshida endi 4 oy 5 oy chiqqungacha endi asosan ish qildik. Undan keyin уже masalan biza boshida o'sha studentskiy anaqamiz chiqqanidan keyin baribir o'qishingiz kerak, chunki o'sha F1 deydi. По-любому qayerdir o'qishga kirishingiz kerak. Endi biz boshida bir taxminan bir yarim yilchami yoki yarim yildan 1 yilcha по-моему taxminan anaqa qildik. Til kurslari bor o'tda. Har xil o'sha kurslar bor. O'sha til kursiga yozilasiz. Endi biz u payt nima qulay bo'lganki, o'qishlar gibrid edi u payt. Ham onlayn ham offlayn o'qisangiz bo'lardi. Offlayn kelish shart emas edi. Shu sababli biz o'sha til kurslari onlayndan bizga sharoit yaratib beryotdi. Ham arzon, ham onlayn edi. Bo'ldi deb shunga ko'pchilik topshirganmiz va shu taxminan bir yilcha anaqada shu til kursida o'qib yurganmiz. Onlayn kirib qo'yardik. Onlayn kirib, undan keyin bir yildan keyin уже sal Amerikada ham уже offlaynga kelish kerak degan majburiyat chiqqandan keyin majbur keyin уже kollejga, ya'ni yaxshi o'qishga o'tganmiz. Qayerga o'tgansiz? Hozir kollej bor, ya'ni o'tda bir xil bilsiz kerak, Amerikada 2 xil turi bor o'qish. Kollej bor, university bor. Kollej bu как бы 2 yillik bo'ladi ko'pincha. O'zi ko'p studentlar nima qiladi o'tda? Даже amerikanlar ham bilasiz, Amerikada baribir o'qish arzon emas. Ancha kontraktlar, katta kontraktlar o'tdi. Va shu sababli masalan ko'pchilik kontrakt to'lamagan sababli yoki qimmat bo'lgan sababli boshida to'lash uchun kollejda qilingan. Ya'ni kollej o'tda 2 yillik programmalar bor. 2 yillik programma bor. Siz 2 yil bitirganingizdan keyin o'qiganingizdan keyin o'sha qolgan 2 yil o'qishingizni boshqa o'qishga o'tkazishingiz mumkin. Endi o'tda ham kredit sistema. Xuddi mana masalan O'zbekistonda xususiy universitetda kredit bo'lsa, ya'ni har bir faningizga shu nechta kreditdan yig'sangiz, o'tda ham xuddi shunaqa qilarsiz. O'tda shu 2 yil o'qiganingizdan keyin shu hamma kreditingizni boshqa o'qishga o'tkazsangiz bo'ladi. O'tda muammo emas bu. Bu уже rivojlanib ketgan. Почти ko'pchilik shunaqa qiladi. Shu boshida 2 yilda oddiy anaqada kollejda o'qib turishadi-da. Kollej degani ham oddiy emas, bu ham normal o'qish. Faqat universitetga qaraganda sal yengilroq, sal kontrakt taraflama ham arzonroq. 2 yil o'qib turib, keyin qolgan 2 yilni universitetga o'tkazsa bo'ladi. O'sha esizdami jarayonlar qanaqa bo'lganligi? Mana o'sha vaqtda programmist tugadi, sentabr keldi. Aytganingiz til kurslariga yozildingiz va o'sha vaqtlarda qanaqa ishlar qildingiz? Shu fast foodda davom ettirdingizmi? Chunki men endi bu savollarni nimaga so'rayotganim, men istoriyalaringizga kuzatib boraman. Har xil mashinalar oldingiz, har xil shtatlarga borib ko'rdingiz, har xil dastavkalarda ishlab ko'rdingiz adashmasam. Mana shu narsalarni bir ichiga kirib, zo'r qilib bir gapirib bering demoqchiman-da. Mana zo'r videolar qilgansiz, 1-2 minutlik. Lekin 1 soatlik hozir kontent qilib qo'ysak, yanada qiziqarli zo'r bo'lardi. Shu endi mana programma tugayapti, topshirib qo'yganmiz. Endi qiziq voqea bo'lgan. Amerikada endi bir shunaqa bo'lib turar ekan. Programma tugayapti, o'ylayapman endi biz bolalar sekin-sekin tarqalishni boshlayapmiz har xil shtatlarga. Chunki biz turgan shtatimiz kichkina bo'lgan sababli siz o'sha masalan dokumentlar olishingiz kerak. Keyin biz driving license olib qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'tda hujjatnomani haydash uchun. Lekin o'tda masalan mana bizda pasport bo'lsa, o'tda bitta driving license bo'lsa bo'ldi, hujjat как бы. Shunga o'xshagan narsa. Ko'pchilik o'sha masalan qayerda uchmoqchi bo'lsangiz ham amerikanchada yoki boshqa любой как бы sizga dokument bu driving license bilan ko'rsatsangiz bo'ldi. Biz shaharimizni olmoqchi bo'lganmiz, qiyin bo'lgan. Olish sal problem bo'lgan chunki keyin sekin bolalar shu programmamiz tugayotgan payti sentabr tugasa, avgustda sekin hamma qimirlashni boshlashdi. Qayerga boramiz, nima qilamiz? Kimdir qayerdandir ish topishyapti o'sha dalishi. Men ham esimda bor, bitta o'rtog'im Nyu-Yorkka ketgan edi. Nyu-Yorkka ko'chib u bitta ish topgan edi. Nyu-York tepasida boshqa ish edi. Boshida dedi, men ham Nyu-Yorkka borib turib, ozgina u yerda ishlab ham lisensimni olaman deb, keyin ishimga ketaman deb turdi. Keyin u ketgan paytda men so'radim, nima qilyapsan? Joy bormi? Men ham Nyu-Yorkka o'taman deb turdim-da. Chunki eng optimalniy variant shu edi. Ham уже ko'pchilik bolalar ham Nyu-Yorkka qarab ketishgan edi. Shu bolalar bilan ishchi birga ketib, mana qilamiz mo'ljalab turdik. Ketishimdan oldin shunaqa bo'lib qoldiki, уже bir payt buvimlar bir payt gaplashayotgan edik. Telefon berib qoldilar. Anaqani mana bitta o'rtog'imni nevarasi o'sha ancha yildan beri o'sha yerda yashaydi, boshqa qiladi. Bitta gaplashib ko'r, u yordam kerak bo'lib qolsa, maslahat olishi mumkin deb berib qoldi telefon. Mayli, xo'p dedim, men yo'qotaman dedim. Telefon qilib ko'raman dedim. Telefon qildim, qilsam ko'tarmadilar boshida.
Mayli dedimda, keyin уже deyarli почти ko'tarmaganlaridan keyin oradan ozgina vaqt o'tdi. Уже почти Nyu-Yorkka chiqib aniq bo'lyotgandi. Anaqa keyin oradan yana bir necha kun o'tgandan keyin mayli yana bitta telefon qilib ko'ra qoling dedim. Nima yo'qotaman dedim. Shuni telefon qilib ko'tardilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana shu ismim bunaqa bunaqa. Mana shu nomerni olgan edim, boshqa qilgan edim. Amerikancha raqamdan telefon qilib turib assalomu alaykum deyapsiz. Yo'q, ular o'zi Amerikada ular. Ha. Yo aytmoqchi bo'lgan Amerikada telefon raqamdan telefon qilib, ular endi bilishmaydi-ku sizga. Ha, shunaqa ular bilishmaydi. Assalomu alaykum deb Ha, hayron bo'lishgan bo'lsa kerak. ha, endi masalan boshida hello deysiz, keyin assalomu alaykum deganingizdan keyin уже sekin assalomu alaykum bu deb ketadi. O'zbekchalik. Keyin sekin tushuntirganman, o'zim tanishtirganman, nima qilganman. Keyin aytganlar, "Qayerdasan?" deganlar. "Mana shahardaman" deganman. "Telefon nomering yo'qmi?" deganlar. Telefon nomerim bo'lardi, o'chib qolgan edi u payt. Men endi shu biz yashaydigan joyimizni anaqani telefon raqami bo'ladi, общий shuni telefon qilganman-da. "Telefon nomering yo'qmi?" deganlar. "Telefonim bor, o'chib qolgan edi" deganman. Keyin tez borganda ham bunaqa joyga deganlar-da, kartada shuni o'zi urganlar, bitta telefon olgan nomer dedilar o'zlari. Men gaplashib qo'yaman dedim. "Nima qilmoqchisan dальше" dedilar. Men nima shu Nyu-Yorkka ketmoqchiman, по-моему, mana shunaqa qilishim kerak hozir, hujjatlar olishim kerak deganman. Degandan keyin, "U yerda nima qilasan?" deyaptilar. Nyu-Yorkda. Bilmayman endi borib u yerda qilaman desam, endi ular Ohio shtatida turardilar. Ohioda turardilar. "Bo'pti, u yoqqa nima qilasan kelib? Bu yoqqa kela qol" dedilar. Men o'zim qo'limdan kelgancha yordam beraman dedilar. Endi men o'ylanib qoldim endi. Hozir bilmadim dedim, nima qilaman dedim. Bilmadim ko'raman dedimda, keyin bo'pti qarab o'ylab ko'rdilar. Eshitmaga u bilan qolsa aytarsan dedilar. U qaror kelsang dedilar-da. Keyin oradan yana bir necha kun o'tdi-da, yana уже почти xonadoshlarim ham keladigan aniq bo'lib qoldi ko'pchilik. Уже men ham sekin Nyu-Yorkka hal qildim. Почти deyarli olib bo'ldim ham. Уже o'rtog'imni hal qildim, uyga ham hal qildim. Shu o'rtog'im ketgan уже uylarni ham hal qilib qo'ydi. Boshqa qildi-da. Mana shu yana bir telefon qilib aytib qo'ya qolay, shu Nyu-Yorkka ketyapman deb ularga aytib qo'ya qolay deb, men qaytibdan telefon qildim-da. Shu mana shunaqa shu Nyu-Yorkka ketyapman. Yopib qo'ydim, boshqa qilib qo'ydim deganimdan keyin nima qilasan dedilar Nyu-Yorkka. Qiynalib ketasan dedilar, boshqa dedilar. Ish yo'q dedilar. Bu yoqqa dedilar. Bo'pti, xo'p dedilar-da. Mayli, xo'p, anaqa deb eng qizig'i men ulardan so'ramaganman, nima qilaman deb so'ramaganman. Qanaqadir ishonch bo'lganda, ya'ni bilmayman, qanaqadir o'tga borib nima qilaman, qayerda masalan Ya'ni bari bilmagansiz, tanish bo'lganiga Ohio qiziqroq bo'lgan. Endi ham o'zbek qiziqroq bo'lgan, lekin Ohio bo'lgan taqdirimda ham o'tda nima qilaman men, deb endi aytishim mumkin, lekin aytmaganman, bilmayman nimaga. O'tda nima ish qilaman o'zi, boshqa qayerda yashayman, aniq emas edi. Хотя bu Nyu-Yorkda o'sha qayerda yashash примерно aniqroq edi. Hamma do'stlarimiz, tanishlarimiz borayotgani uchun sal qiziqroq bo'lardi. Endi bir biladigan joyimiz edi-da. Bu yoqqa kelgan dedilar-da. Keyin bo'pti, mayli, xo'p dedim. Xo'p deb shu 15 minutdan keyin menga shuni bilet tashlabotdilar bu payt. Bu biletlarni olindi, mana shu kunga uchasan deb qoldilar. Endi men shokdaman. Biletni ham olib berdilar, boshqa ham qildilar. Men bo'ldi, Nyu-Yorkka aptayim bo'ldim, o'rtog'imga aytdim, bo'ldi, men Nyu-Yorkka ketmayapman, men bu yoqqa ketyapman dedim. Bo'pti, mayli, xo'p deb, hech xabar beraverasizlar deb, shunaqa qilib, shu bir haftadan keyin anaqa uchganman keyin. Chikagodan, Chikagoga borib turib, o'tdan ko'rib, keyin Ohioga uchganman. Borganman, o'tdan o'zlari kutib olganlar, kelib, endi kutib olib, men tasavvur qiling, boshqa qilib shu kutib olganlar, boshqa qilganlar, aeroportdan ovqatlantirganmiz. Keyin shu boshida bir kun anaqa qilganmiz, keyin undan keyin kutib olganlaridan keyin sразу keyingi kunni o'zida bir kun endi gостиница javob berganlar, yashaganman-da, keyingi kunni o'zida уже kelgunimcha men endi dokumentlarni tashlab qo'ygan edim. Keyingi kunni o'zida уже sразу meni anaqa olib boryaptilar, dokumentni topshirishga, lisens olishga, driving lisensi. Hayron qolganman. Kelgunimcha hamda qaramoq dokumentlarni dokumentni tayyor qilib qo'yganlar. Nima topshirish kerakligini. Vau deganman-da. Tasavvur qiling, siz tanimagan odam, boshqa odam kelishingiz dokumentlar tayyor, shuni kirasiz, test topshirasiz-da. Vau deganman. Keyin kirganman, endi o'tolmaganman, chunki o'tda savollar ko'p edi. O'tda 40 ta savol bor edi, lisens olish uchun. Kamida 30 tasiga javob berishingiz kerak edi. Endi boshida fail qilganman. Keyingi kun yana kelganman. Undan keyin kongressga sразу o'tganman. Undan keyin kongressga o'tganimdan keyin endi yo'q qiziq bo'lgan, endi yashashim kerak edi, to'g'rimi? Eng qizig'i, tasavvur qiling, umrida yashamagan, ko'rmagan odam o'zini uyiga qo'yapti-da. Oilasi bilan turishadi ular. Endi ular masalan Ohioda yangi uy olishgan edi, hali hech kim yashamayapti edi. Endi почти remont tugab bo'lgan edi. Ular sal uzoqda turishadi, endi ko'chib kelishligingiz kerak edi yaqinda. O'sha uyligizga olib kirganlar, qo'yganlar. Mana shu turasan deganlar uylarida. Endi tasavvur qiling, u o'zlarining uylariga olib kelyaptilar, masalan-da. Shunaqa qilib bir 4 oy yashaganman uylarida. Tasavvur qiling, boshqa odam bilan ko'rmagansiz. Oilaligingiz bilan 4 oy yashayapman uylarda. Bu izlarni ishonchlari, hurmatlaridan-da. Endi bu o'rtoqlarining nevarasi-da bu. Necha yildan beri ular Amerikada уже ishlar qilib, ular ham qiyinchilikdan o'tib, уже oyoq turishganda ular. Umrimni ko'rmaganman, tanimaganman, boshqa qilmaganman, lekin o'zlarining uyiga qo'yib 4 oy ularga yashaganman. O'sha yaxshi rahmat, o'sha Alloh barim
yaxshi odam bo'lsangiz anaqa qilib qo'yar ekanda, to'qnashtirib qo'yar ekanda yaxshi odamlarga qarang. Kim bilan gaplashaman, boshqa o'rtoqlar gaplashsam, kimdir qiynalgan, kimdir ishlar qidirgan bir oylab, 2 oylabda, masalan. Kimdir boshqa qilgan. Ammo tushunib kelganman, sal joyim bor, ishim juda anaqam. Dokumentlarim tayyor, boshqa qilgan. Keyin shu endi boshida ishlab turishingiz uchun baribir siz student baribir o'tganimiz yo'q, hali noma'lum statusimiz. Endi u ish qilib turishingiz kerak, по-любому, ishlab turishingiz kerak. Shunaqa ozgina boshida поддержка qilib, mashinani olib berganlar. O'zim yig'ib qo'ygan pullarim bor edi programmada. Ishlab boshqa qilganmiz edi. O'shanga ozgina yetmaganiga o'sha qo'shib borib, yangi mashina olib berganlar. Shu mashina olganmiz. Shu mashina olib turib, keyin shu dostavkada boshlaganman. Baribir optimalniy o'sha o'zingiz dostavkada masalan vaqt chegarasi yo'q. Xohlagan payt chiqasiz, xohlagan payt tugatasiz. Shunda telefoningizni ochasiz, programma bor. Yoqasiz, любой payt ishlashingiz mumkin, любой o'chirib qo'yishingiz mumkin. Oddiyroq misol bilan hozirgi Yandex taksilarga o'xshaydi. Shunaqa ha. Masalan, любой payt chiqasiz, ishlaysiz. Ishlagingiz kelyaptimi, ishlamaysiz. O'zingiz xo'jayinsizda, tushunsiz u. Qayerga ishga kirsangiz, siz определенный vaqt kelishingiz kerak, ketishingiz kerak, vazifasini bajarishingiz kerak. Hammaga optimalniy bo'lgan, o'zim yaxshi ekan. Shu bilan ish boshlaganmiz. Boshlab shu anaqa qilib, keyin o'sha 4 oy 5 oy bilan yashab, o'sha ozgina oyoqqa turib olib, anaqa qilganimizdan keyin shu o'sha Endi o'shanda topgan daromadlaringiz qanaqa bo'lgan? Agar sir bo'lmasa aytsa, misol qancha vaqt ishlardingiz, agar esingizda bo'lsa, va qancha daromad topardingiz? Va qanaqa mashina olgansiz? Xo'p, birinchi mashinam Hyundai Elantra bo'lgan. Bundan oldin shu mashinam bo'lmagan. Endi u yoqqa borib turib Hyundai Elantra olmay, endi wow bo'lgan. Elantra u yoqda necha pul bo'ladi? Endi o'ta har xil mashina. O'ta masalan bizga qaraganda Indomarketda bu ancha arzonroq. Endi yiliga qarab yangi olaman desangiz, qimmat normalniy. Masalan, o'sha yengidagi. O'ta lekin masalan prinsipi siz arzonroq pulga ham, lekin yaxshi mashina olsangiz bo'ladi. O'ta masalan adashmasam bu mashinam bir 5000 gami yaqin tushgan edi, adashmasam. Bizda 25 mingcha tursa kerak Elantralar. Endi u ham ozgina yurilgan edi. No, yaxshi mashina edi. Bir 5 minglarga tushgan edi, 5 minglarga tushgan edi. O'sha birinchi mashinam bo'lgan mani. Endi o'zi ham qiziq bo'lgan, tasavvur qilib, oldin mashinangiz bo'lmaganiga biroz masalan birinchi mashina Elantra bo'lyapti deb wow deganman, barim boshqacha. Keyin shunaqa boshlaganmiz. Endi ish pul topish bo'yicha endi bu ko'pchilik ora qiziqtirgan savol bu. Hamma o'ylaydiki, o'ta zo'r pullar deb. O'ta hamma narsa o'zingizga bog'liq. Net soat ishlashingizga bog'liq. O'ta qarasizki Amerika hamma narsa odam o'ziga bog'liq. Net soat ishlashiga bog'liq, nima qilishiga bog'liq, qayerda yana qilishiga bog'liq. Masalan, o'ta har bir soatingiz puliga bo'lgani uchun kimdirlar uxlamasdan ham ishlaydi, kimdirlar masalan full ishlayman debdi. Kimdirlar bor bir necha soat ishlaydi, kimdirlar qaysidir kun dam olaman deydi. Endi odam o'ziga bog'liq. Endi biz masalan boshida shu 8 soat, 10 soat ishlardik, har xil o'zimizning vaqtimizga qarab, ertalabdan shu 4 gacha ishlardik, keyin bitta yana perikur qilib boshqa qilib, yana kech payt chiqardik. Endi oyiga har xil 3-4 ming, 5 minggacha topardik. 3-4 ming atrofida topardik oyiga. Xarajatlar qancha bo'lgan? Endi u payt yaxshi, xudoga shukr, men xarajatim ko'p bo'lmagan boshida, chunki ular uyda turganingiz. Uyda turganim uchun mening podдержка bo'lgan, ovqatimni har kuni olib kelib berardilar. Bozorim tayyor edi. Tasavvur qiling, endi bozoringiz tayyor, uyingizga to'lamaysiz. Mashinani podдержка qilganlar, ancha o'zingga kelib olganda podдержка qilib shu o'zim topardim, ozgina oyoq turib olish shunda yig'ib. Masalan, u joydan qolgan anaqalarim bo'lsa, to'lab ozgina anaqa qutulardim masalan-da. To есть aytganimda, ancha yengillik bo'lgan bu, podдержка qilgan. Уже bu ancha sal vaqt o'tgandan keyin, 4 oy 5 oydan keyin, ancha oyoqqa turib olganimizdan keyin sekin mana bunda ham ko'pchilik kishi boshlabdi ham. Shu sababli ba'zan men ham o'zim uchun ancha xijolatman, 4 oy 5 oy turibman, ba'zan ham shu sababli ham boshqa shtatda shu o'rtog'im turardi. Chaqirgan yoqqa kelganman, birga ishchi bir yoqda olamiz hozir. Mana shu anaqa akamlar yordam beradilar. Birga turamiz, hamma ishlaymiz birga, hamma anaqa qilamiz deganman. Keyin o'rtog'imni chaqirganman bu yoqqa. U boshqa shtatda turardi, Connecticut degan shtatda turardi. Keyin как раз таки u kelgan, keyin как раз yangi yil payti, o'sha sraz yangi yildan shu yangi shu uyga olishga podдержка qilganlar-da, shunga olardi. Shu uy olib, ikkalamiz yangi ko'chib chiqqanmiz aka. Shundan keyin o'sha asal o'zimiz tanlagan. Uy olib deganingiz ijaraga chiqqansiz. Ijaraga. Amerikada juda ham ko'p aholi, почти ko'pdan, yarmi ko'p qismi hamma ijara turadi. Hattoki o'sha o'tiga anaqalarni o'zi ham-da. Chunki o'tda uylar biroz ancha qimmat, arzon emas. Endi kimdirlar bor, masalan, qanaqadir o'sha ancha yil ishlab qolgandan keyin kimdirlar uy olish mumkin, lekin uni ham mortgage deydi o'tda. Biz boshida 10%, 20% to'laysiz uyga, keyin 20 yillik, 30 yillik kredit olishadi, to'lab yurishadi. Qimmatda, ya. Endi to есть masalan kimdir oilali bo'lsa, o'ylaydiki, men nima qilaman deydi, arenda to'lab yuraman deydi. Masalan, arenda, undan ko'ra o'sha arenda pulini men lучше o'zim uyimga to'lab qolay deyman, deydi. O'zi o'shancha ham 15 yillik, 20 yillik, 30 yillik uy olib qo'yadi, o'sha uyga to'lab yuraveradi. Endi boshida ko'pchilik bo'lsangiz, student bo'lsangiz, hammaga o'zi optimalni o'zi arenda turish. Ham
masalan 3-4 kishi bo'lib tursangiz ham arzonroq to'laysiz, ham sizga uyingiz kerak emas. Sizga asosan bu yotib turishingiz, anaqa qilishingiz bo'ldi. Yo'q, kun bo'yi ishda bo'lasiz, ishlaysiz. Shunaqa. Shunaqa bo'lgan. Ijarasi o'rtacha narxi necha pul edi uylarniki? Ijara narxi bir 1700 mi, $1800. Ikkalanglar bo'lib U kommunalga kirmaganchiga. Kommunalga alohida gaz svet anaqa qilib to'laysiz. Endi kommunalga alohida deydi, hammasi bittada keladi, bil deb keladi. Alohida pul kelardi. Uni kommunalga bilan qo'shingiz bir 2000 dan o'tardi. Ikkalamiz turardik boshida, har oy shu 2 borardik, to'laydik-da. Lekin yaxshi edi. Boshqa. Endi biz sharoitimiz zo'r edi, lekin sharoitlarimiz biz olgan uyimiz endi kompleksda, endi zakrytый kompleks, ichi hamma narsa bor. Alohida o'zini mo'ykalari bor, alohida anaqasi bor. Hammasi sharoit вообще zo'r edi. Ham olgan uyimiz 2 bedroom deydi, apartment. 2 ta xona, 2 ta sanuzelari bor, oshxonasi bor, katta anaqasi bor, balkoni bor, garajlari bor. Zo'r edi. Sharoitlar вообще maza qilib yashayotgandik. Endi keyin shu kelam so'rash boshlaganmiz boshida. Keyin baribir shu qanchadir deylik 30-40% anaqa ketyapti ijaraga. Yig'amansiz ketyapti boshqa holatda. Keyin bir yarim yil o'tgandan keyin qarasangiz cho'ta o'rtog'im sizga anaqa qilish boshladi. Cho'ta odam olmasak bo'lmaydi uyimizga, qiyinchyapti kelamizga deb. Chunki uyingiz bor, ovqatingiz bor, keyin payda yana boshqa o'qishlar, kontraktlaringiz bor, вообще qiyin-da. Keyin sekin bir yarim yildan keyin sekin o'zimizga uy olganmiz, odamlar olganmiz, sekin ancha yana yengillik bo'lgan. Anaqadan. Shunda mana dastlabkida ishladingiz va ular uylikda yashaganingizdan keyin chiqdingiz, o'yingizlik uy olib. Keyin dastlabki davom ettirganmiz, qancha vaqt ishlagansiz? Dastavkada davom ettiraverganman, chunki aytganimdek dastavka flexible-da, siz hech qayerga bog'langan joyingiz yo'q. Любой payt ishlay olasiz, любой payt anaqa qila olasiz. Shu payt masalan, mana hozirgacha ham kimdirlar bor, kimdirlar masalan o'zini asosiy ishi bor, bo'sh vaqt o'qib kimdirlar dastavka chiqadi, kimdirlar taksiga chiqadi. Chunki bu har doim plus qolmaysiz-da. Pul kerakmi, shu chiqib ketaverasiz-da bu. Endi o'sha payt men tim bo'lib yana hali studentskiy chiqqanim uchun men endi onlayn o'qiyapman. Anaqam chiqdi, endi men dastavkada ishlayverganman. Chunki menga qulay bo'lgan. O'zimga bek, o'zim sulton yuraman. Ancha muddat ishlab yurganman, chunki yaxshi ham. Nimalarni dastavka qilardingiz? Ovqat. O'tman masalan biz degan My Taxi Express 24 bor, o'shanga o'xshagan narsa. То есть siz o'sha programmada shuni zakazlab tushadi tayyor. Qaysi restoranda borasiz, olasiz, tashlab ketasiz klientga. Zo'r. Qani mana o'sha yerdagi narsalar, o'sha vaqtda bo'lgan narsa hozir endi sekin-sekin bizda rivojlanyapti. Qoyil. Endi mana Hoji Akbar, u yoqda qilgan ishlaringizdan keyin nimalar bo'lgan? Mana aytdingiz-ku, shuncha vaqt siz o'qishingiz bo'lgan 1 yil, keyin o'sha kollej topishingiz kerak bo'lgan, kollej topgansiz, o'qishga kirgansiz, to'g'rimi? Va o'sha vaqtlarda nimalar qilgansiz? Shu endi Ohayyoda qancha qolgansiz? Endi Ohayyoda haligacha yashab kelmayapti. O'sha yerda qolib ketib qoldik. Ancha o'sha anaqa qilib o'tga ko'payib, o'sha asosiy joyimiz o'sha yerda bo'lib qoldi, Ohayyo. O'rtog'ingiz ham shu yerdami hali ham? Yo'q, ham qaytdilar. Yo'q, hali ham shu yerda. Siz hozir keldingiz, O'zbekistondasiz. Aytganingizda 3-4 kun yana qaytib ketasiz. Shunaqa. Yana shu Ohayyoga qaytasiz. Shunaqa. U yoqda shu dastavkalar bilan ishlaysiz, shunday. Endi boshqa ishlarimiz ham bor hozir. Boshqa ishlarimiz ham bor. Endi hozir ancha bemalolroq bo'lamiz. O'sha ishlarimiz ham bor, boshqasi ham bor. Aytganimdek, hozir dastavka taksi bu bittaga shunga fokus qilaman desangiz, kelajakda bu narsaga erisha olmaysiz. Bu har doim sizga tramplin. Xuddi mana masalan universitet sizga haqida tramplin bo'lgan bo'lsa, mana Westminster. Bu ham как бы tramplin. Kimdirlar foydalanadi, kimdirlar foydalana olmaydi. Endi men aytganimdek, men qolishimdan o'zim maqsadlarim bor edi-da. To есть Amerikada qolish maqsadim, barham kelajakda qanaqa kattaroq u narsa qilishdi. Chunki O'zbekistonda turib, masalan, men ko'zim yetmayapti, qanaqa kattaroq globalniy qilaman. O'ta ko'z yetadi. Va har doim o'sha ko'pchilik bolalar yoki studentlar o'sha borgandan keyin ozgina qo'liga pul tushgandan keyin o'sha nimaga borganligi esdan chiqib qoladi-da. To есть o'zi nima maqsadga borgan? O'ta nima anaqa yo'q. O'sha maqsad aniq bo'ladi. Lekin ozgina keyin o'sha dastavkadan unda ishlash boshlagandan keyin sal qo'liga pul tushadimi, qaraydiki, yaxshi pul tushyapti deydi. Ko'pchilik o'sha o'qishni ham tashlab yuboradi-da, dastavkada ishlaydi, yoki vaqt kelgandan keyin trakka chiqib ketadi. O'tamicha trak anaqa qilingan. Bo'ldi, ketdi. O'qish qolib ketdi, boshqa qolib ketdi, esdan chiqib qoladi. O'shaning uchun men ko'pchilikga aytardimki, Amerikaga o'zi bormoqchi bo'lsanglar, boshdan oldin aniq maqsadinglar bo'lsin. Nimaga bormoqchisizlar? Nima niyatinglar bor? Prosta pul topaman desanglar, tinchlikda bormaganingiz yaxshi. To'g'ri, baribir umringlar bekor ketgan bo'ladi. Lekin aniq sizlarning qanaqa ma'noda rejanglar, planinglar bo'lsa, o'qib, bitirib, katta joyda ishlayman, kompaniyada ishlayman, yoki qanaqa o'zim startaplarim qilaman, boshqa qilaman desanglar zo'r bu.
O'sha meni hayotimda har doim shu narsa bor haligacha. То есть nimaga borganman, maqsadim nima? Siz agar mana shu maqsadingiz bo'lsa, то есть har doim o'sha ichingizda anaqanaqangiz bo'lsa, siz nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, siz o'shanga ozgina bo'lsa qadam bosib boraverasiz-da. Ming masalan dastavkada ishlaysizmi, boshqa ishda ishlaysizmi, o'sha har doim shu esingizda tursa maqsadingiz, o'shanga masalan parallelni o'qishingizdan tashqari o'qiysiz. Kurslar olishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin-da. O'shaning uchun masalan menda buda o'qib turganman, hamda ishlaganman, lekin parallelni men o'rganganman, kurslar olganman masalan. Parallelni men keyin men o'qishni boshlaganim uchun o'sha o'qishda ishlash boshlaganman. Sekin men o'zimga yana qiziq bo'lgan sohalarni o'rganishni boshladim. То есть qanaqadir joylarga borishni boshladim, o'zim konferensiyalarga borishni boshladim. То есть mana odam o'ziga bog'liq bu. O'sha nimaga borganligi esdan chiqib qolishligi kerak emas. Siz mana o'zingiz nimalar qilyapsiz shunda hozirgi kunlarda? Endi hozir mana endi men asosan hozir kompaniyada ishlaymiz u yerda, o'rganyapmiz ham. Mana shu shu akamizni o'zlarining kompaniyalari bo'ldi. Mana ancha mana hozir qancha bo'ldi? 1,5 yilcha bo'ldi. Sekin o'sha kompaniya olib hozir ancha tagida o'rganyapmiz, ishlayapmiz. Biz полностью ichkaridan qanaqa yuritiladi, nima qilinadi. U bo'ladi ko'proq tracking kompaniya. Tracking kompaniya yurishadi. Biz o'sha ichkaridan o'rganib, hamma anaqalarni qanaqa qilinadi, qanaqa yuritiladi, shu hammasini hozir o'rganib, shuni jarayondamiz. Siz ham shu rejalaringiz mana shunaqa kompaniyalar qurishda, to'g'rimi shunda? Da, endi niyatim faqat bu shu aytganimdek Xudo xolisa niyat bor. Qanaqadir baribir ham kattaroq shu dunyoga global narsa qurish o'z niyatim shu. Amerika borish qolishim ham o'z maqsadim ham shu. Ya'ni ko'proq odamga, ko'proq masalan millionlab odamlar bor. Masalan, bilasiz, o'zingiz Amerikada eng katta joy ana mana startaplar chiqaman, dunyoviy startaplar. Hammasi o'sha yerdan chiqadi. Nimaga? Chunki shunaqa xalq qilib qo'ygan, hamma o'sha kanalli odamlar o'sha yerda, hammasi yig'adi o'sha yerda. O'shaning uchun niyatimiz ham Xudo xolisa shu. Endi Xudo xolisa shunga qarab nasib endi bir kelajakda bu narsa qilarmiz degan ma'noda o'sha yerda hozir anaqamiz, rejamiz shu katta. Zo'r. Mana hozir siz keldingiz O'zbekistonga va yaqinda adashmasam Dubayga ham borib keldingiz. Shunaqa. Nimaga u yoqlarga bordingiz? Qanaqa o'z bu yoqda ham sizni Instagramlaringiz ham mashhur-ku. Facebook targeting bo'yicha har xil yordamlar berardingiz. Insta coach deb yozib qo'ygansiz adashmasam. O'zi bu yoqdagi faoliyatlaringiz qanaqa? Qanaqa qilib O'zbekiston bilan Amerikani bog'lab turibsiz? Xo'p, endi shu aytganimdek, mana studentlik o'tganingizdan keyin baribir ham siz yaqinlarni sog'inasiz. To'g'risi mana men oldin bo'lmaganman, shu musofirlikka chiqqandan keyin ko'p narsani siz o'rganishni boshlagansiz-da. Ko'p narsa qadrga yetishni boshlagansiz. Oldin bo'lgan narsalaringiz masalan qadr yetmagan bo'lsangiz, chiqqaningizdan keyin o'sha ko'p qadri bilinadi. Yaqinlaringiz qadrini bilasiz, do'stlaringiz qadrini bilasiz. U yerda masalan siz masalan bemalol bunaqa yura olmaysiz. То есть u yerda har doim siz движениеda bo'lishingiz kerak. Bemalol o'tirib suhbatlashishga masalan vaqt yetmaydi. Kimdir ishi bo'ladi, kimdir ishiga yetish kerak, boshqa qilish kerak. Unga o'tdagina tushunasiz. Xarajatlari bor. Masalan, bu unaqa bemalol yura olmaysiz. Endi mana shunga narsa yetib kelyapmanki, baribir ham green card bilan borgan odamlarga baribir ham ana endi qadr bilinyapti, katta narsa bu. Siz green card bilan borganingizdan keyin birinchidan siz o'sha qo'lingiz ochuv, sirazu xohlagan ishingizda qola olasiz, bemalol kirib chiqa olasiz, boshqa qila olasiz. Masalan, kimdir bor mana shu programmalar orqali biz borganlar, boradi, almashtirganingizdan keyin siz chiqa olasiz. Lekin qaytib kirishingiz ozgina muammo bo'lishi mumkin. Отказ berish bo'lishi mumkin. Shu sababli siz majburan o'tib bo'lasiz, dokument to'g'rilashingiz to'g'ri keladi. Va u yerda ham masalan oson emas buni qilish, o'tdagilar bilishadi. Oson emas qilish, shu sababli o'ylaysiz, yaqindan sog'inasiz, borgingiz keladi. Shu sababli tezroq qo'ldan kelgancha nima yo'llar bo'lsa ham shu dokument qilishga harakat qilasiz. Chunki mana Xudoga shukr, mana oldingi mana shu targetingda, marketingda ishlagan narsamiz Xudoga shukr mana hozir juda ham qo'l keldi. U yerda masalan Amerikada bitta shunaqa turi borki, extraordinary ability degan bitta turi bor Amerikada. Buni ham men 1,5 yil o'zi oldin bilardim, lekin chuqur bilmasdim. Menga sal boshqacharoq tushuntirishgan edi-da. Yaxshi 1,5 yil oldin men odam uchratib qoldim. Shu 1,5 yil oldin sal surishtirish boshlaganimdan keyin уже qarasam juda sal tortyapti menga. Ya'ni bu narsa nima degani bu? O'ta extraordinary ability degani, masalan, qaysi soha bo'yicha siz zo'r mutaxassis bo'lsangiz, bilmadim, siz zo'r marketologsiz, zo'r dizaynersiz, zo'r aytishniksiz, masalan, zo'r qaysi soha uchun anaqasiz. Deysiz, portfolioingiz bor, zo'r ishlar qilgansiz. Masalan, deysiz, o'zingiz sohangiz bo'yicha qanaqadir bilmadim, hamjiyatlarga a'zo bo'lgansiz. Masalan, sizni oyligingiz masalan 2-3 barobar baland bozor qilgan. Shunaqa kriteriyalar bor o'zini. O'sha kriteriyalarga agar to'g'ri kelsangiz, shunaqa tur borki, siz mana shu topishingiz bo'ladi. Ya'ni, как бы extraordinary ability degan narsa shu. Yana bitta narsa juda ham anaqa ekanki, muhim ekanki, men oldin qadr yetmaganman. Har bir kichkina erishgan yutuqingizga yig'ib yurishingiz kerak. Masalan, kichkina sertifikat bo'ladimi, kursdan o'tdingizmi farqi yo'q. Amerikada shu har bir kichkina sertifikatingiz ham o'ziga plus ekan bu.
Mana shu har bir kichkina yig'gan sertifikatimni men yig'maganman oldin. Qayerda yotgan. O'sha turib men uyga ketganman. Tashlab beringlar, topib beringlar, qo'yinglar deb yig'dim men. O'sha har bir kichkina yig'gan sertifikatim oxirida menga plus o'ynadi. O'shaning uchun aytardimki, masalan, bu yerga yoshlarga ham farqi yo'q. Kichkina kursni bitirdingizmi O'zbekistonda, nimadir erishdingizmi, startaplar qildingizmi, kimdir pitch qildingizmi, konkursda yutdingizmi, hamma yig'ayotgan shu nagradangizmi, sertifikatlaringizni hammasini yig'ib yuring. Chunki kelajakda siz bilmaysiz. Kerak bo'lib qolishi mumkin ekan. Zo'r. Shu joyi bor. Endi mana bu yoqdan nasib qilsa siz Westminsterda o'qishingizni davom ettiryapsiz va sentyabrdan o'qishingiz boshlanishi, to'g'rimi? Oktyabrdan. Endi Xudo xolisa endi keyingi yil, bu yildan endi sentyabrdan niyatimiz bor. Xudo xolisa nasib niyatimiz bor. Mana Amerikaga ketsangiz, keyin yana o'qishingiz davom etsa, nasib qilsa sentyabrda qaytib kelasiz, to'g'rimi shunda? Endi orij kelib, men Xudo xolisa ekzamen topshirib turib, endi topshirib keyin yana qaytasiz. Endi Xudo xolisa plan shunaqa qilyapmiz, Xudo xolisa endi yo'lga boramiz. Zo'r. Endi mana misol moliyaviy tomonlarni gaplashdik, vaqt o'tishini gaplashdik. Endi do'stlar, mehr-oqibat, shu narsalar haqida ham bir qisqacha to'xtalib ketsak-da. Mana siz shuncha vaqtingizni yo'lda o'tkazdingiz 3 yilcha. Shu ketgan vaqtingizga rozimisiz, xursandmisiz? Misol bu yoqda mana boya kelganingizda aytdingiz, bolalar katta bo'lib, uylanib, bola chaqali ham bo'lib ketishdi dedingiz. Qanaqa endi bu tomondan? Baribir nimadirga erishib, nimadir voz kechish kerak. Albatta. Mana siz bu narsaga erishdingiz va bu narsa voz kechdingiz. Va yaxshimi endi o'sha tarozida palla bosyaptimi? Endi Xudoga shukr, alhamdulillah, hammasi Alloh fazli bilan yaxshi. 2,5 yil ichida kam davom yaxshi. Ancha-muncha narsaga erishdik. Xudoga shukr deyman. Endi hammasi shu bayram men bitta narsani bildim, yana o'zim mana oldin bunaqa emas edi. Endi musofirchilik bo'lganingizdan keyin tasavvur qiling, sizni hech kimingiz yo'q, to'g'rimi? Hech kimingiz yo'q. Nimaga ishonasiz? Allohga tavakkal qilasiz. Allohga duo qilasiz, so'raysiz. Allohim masalan yaxshi odamlar bilan o'zingni birlashtirgin deysiz. O'zingni asragin deysiz. Xudoga shukr deyman, shu musofirchilikda ancha iymonimiz kuchayar ekan. Endi odamga bog'liq bilan juda ham kuchayib ketdi. Masalan, oldin bunaqa yetmaganmiz, bo'lmagan. Masalan, alhamdulillah deymiz, hozir iymonimiz ancha kuchayib ketdi. Ko'p narsani уже mana hozir siz mana boshlashingizdan oldin ham tavakkal qilasiz, masalan, Allohga tavakkal qilasiz. Hech kimga уже qarab qolmaysiz-da, faqat o'zingizga tavakkal qilasiz yoki o'zingiz masalan so'raysiz. Xudoga shukr bo'lyapti mana. Shu kungacha ham mana nima bo'lgan bo'lsa, hammasi Allohdan so'raganmiz, hammasi beryapti mana. Kam bo'lmayapmiz. Masalan, 2,5 yil ichida ham mana masalan mana ko'rib aytganimdek, masalan kim kutib o'tiribdi deysiz mana, men odamlarni birlashtirib mana shu podдержка qilish. Men hayolim uchiga ham kirmaganda u qattiq begona odam, g'irt begona odam qanaqa sizga yordam berish mumkin? Tasavvur qiling. Bu ham qanaqa Alloh bayram sizga mehribonchiligida. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz, so'rasangiz, vaqtida masalan aytgan anaqalarni qilsangiz, bayram sizga Alloh ochib berar ekan yo'lingizni. Kerakli odamlar bilan o'zi o'ldirib qo'yar ekan. Kutmagan tarafingizni bayram qattan rizqingizni keng qilib qo'yar ekan. O'shaning uchun avvalambor bayram Allohga shukr deymiz. Ko'p narsani ancha ko'rib, bayram pishtirdi, ko'p narsani ko'rdik, boshqa qildik. Вот. Endi bu yoqqa ham Xudo xolisa endi niyatimiz katta endi. Shu. Yaxshi. Yana mana boya suhbatimiz boshlanishidan oldin Hojiakbar siz gaplashib qoldik, bolalar. Mana biz ta'lim telekanaliga chiqaryapmiz. Ta'lim haqida ham qisqacha bir fikr almashsak-da. O'zbekistondagi 20 yoshli bolalarga Amerikadagi 5-6-sinf bolasi o'xshaydi. Fikrlashlari juda ham boshqacha dedingiz. U yoqdagi hayot bilan bu yoqdagi hayot haqida ham bir qisqacha gaplashsak. Nimaga ular kuchliroq? Xo'p. Endi masalan o'tda masalan yurgan paytimiz ko'ramiz, уже maktabdagi bolalar ham masalan magazin kirsangiz, o'tga kirsangiz, уже ishlashayotgan bo'ladi. Ya'ni o'tda уже yoshlikda ularni mustaqillikka o'rgatishadi. Endi masalan mana O'zbekistonda oilaviy qadriyatchilik juda kuchli-da. Bayram oilaviy anaqamiz bu yerda kuchli. Masalan, ko'pchilik bolalar bayram ota-onasiga qarab masalan qiladi-da. Masalan, ota-onasi ham kirgan desa, mana shu kirishga to'g'ri keladi. Agar o'zi xohlamagan anaqasi ham-da, masalan. То есть o'zi xohlamaydi, masalan, o'zini qiziqishi boshqa joyda, lekin ota-onasi ham unaqa qilgan deyapti, majbur kiradi. Kiradi, majburlab o'qiydi. Mana shu bo'yicha ishlaydi, lekin o'zi xohlamaydi. Endi men nima deb qolardimki, o'tda farqi, o'tda yoshlikdan ota-onasi endi o'tda masalan qanaqa podдержка qilishadi-ku, lekin baribir mustaqillikda baribir o'tdagi anaqalar yoshlikdan mustaqillikka o'rgatadi. O'zi ishlab, o'zi pul topib, o'zi qanaqa ma'noda podдержка qiladida. U masalan o'tda kiramiz, qaraymiz bolalarni bir gaplashsak, yosh bolalar masalan 5-6-7-sinf bolalar 20 yoshli odam bilan gaplashayotganini gaplashadi-da, gaplashib, wow, hayron qolamiz. Ular yoshlikda ishlayapti-da, o'zi qarang, ular ham o'qiyapti, lekin hamma ishlayapti. Bir tarafda endi majburlikdan emas,
balkim ota-onasi kimdir puli bordir, boshqa qilayotgandir. No, yoshlikdan buni mehnat qilishni o'rganyapti. To есть mehnatda. Ko'z pishyapti. Masalanda, уже masalan ancha katta yoshlikka kelgandan keyin уже bular o'zini o'zi eplash boshlaydi. Ota-onasiga bog'lanib qolmaydi. O'zini eplab masalan anaqa qiladi. Bizda ko'pchilik nima qiladi? Даже institut kirgandan keyin, institut bitirgandan keyin hali bari ota-onasi to'lab berayotgan bo'ladi. Institut bitirgandan keyin anaqa erkinchilik boshlanadi yoki ishga kirgan deydi. U yerda уже yoshlikdan qilayotgani uchun bularda уже fikrlash doirasi masalan 3-4 yilda ishlagani uchun, har xil odamlarni ko'rgani uchun, har xil situatsiya ko'rgani uchun ancha pishadi уже. Pishgandan keyin уже ancha rivojlanib, masalan, o'zini eplash boshlaydi. Baribir bizda baram как бы bitta komfort zonada, O'zbekistonda komfort zona bor, baribir. Tashqariga chiqmaguncha bilmas ekansiz. Qachonki siz o'zingiz bitta o'zingiz masalan ko'chib o'tganingizdan keyin masalan yaqinlaringiz podдержкасы yo'q, to'g'rimi? Ota-onangiz yo'q, hammasi o'zingiz qilishingiz kerak, do'stlaringiz yo'q. O'shanda o'sish boshlaysiz. Ko'p narsani fikrlashni boshlaysiz. O'ylashni boshlaysiz. U to'xtaysiz, ko'p narsa qadriga yetishni boshlaysiz. Masalan, biz ham oldin shu yurganmiz, lekin musofirchilikka chiqqanimizdan keyin o'zi ko'p narsani boshqacha qarashni boshladik. Hamma narsani o'zingiz qilasiz, kirigingizni o'zingiz yuvasiz, o'zingiz turasiz, hech kim sizga turgin demaydi, hech kim sizga borgin demaydi, ovqatingni yegin demaydi. Baribir ota-ona telefon qilib turgan taqdirda ham, men baribir siz bu hammasi o'zingizga bog'liq. O'zingiz turasiz, kerak bo'lsa o'zingiz pul ishlaysiz masalanda, anta sizga oy oxirida bil kelib tursa, to'lashingiz kerak bo'lib tursa, kim to'laydi, kim to'lamaydi, o'zingiz to'lashingiz kerak. Majbursiz o'zingiz turib ishlaysiz. O'shaning uchun o'ta uje majbur hammasini o'zingiz qilishgani uchun pishasiz. Har xil situatsiyalarni ko'rasiz. Ham o'qiysiz, ham ishlashga majbur. Chunki faqat o'qiyman desangiz, agar grant yutgan bo'lsangiz zo'r bu, faqat o'qing masalan. Lekin agar masalan faqat kimdirlarning kontrakti bor o'tda, ishlash kerak, ham o'tda ishlashadi. Kimdirlar studentlar bor, ko'pchilik studentlar boradi, kun ishlaydi, kechalab ishlab chiqishadi. Majbur shunaqa grafikda ishlaydi. Lekin 3-4 yil, 5-6 yil ishlaydi, undan keyin mevasini beradi. To есть baribir ko'rish kerak ekan, baribir masalan tashqariga chiqish kerak ekan. Men o'zimga yaxshi katta xulosa qildim. Masalan hech qanaqa afsuslangan joyim yo'q chiqqanimdan, chunki chiqqaningizdan keyin siz dunyoni ko'rar ekansiz уже. Siz har xil millatlar bilan gaplashasiz, har xil dunyodagi odamlar bilan gaplashasiz, ular fikrini olasiz, ular davlatda qanaqa sharoitlar, odamlarning mentalitetini ko'rasiz, kulturasini ko'rasiz. Tем более bilasiz, o'zi Amerikada butun dunyoning odami o'sha yerda. Har xil millatlarni, har xil odamlarning millatini ko'rasiz. Tanish bilishni orttirasiz. Kimdir. De o'shaning uchun o'tib masalan u yoqqa chiqqaningizdan keyin butun dunyo ochiladi masalan. Miyangizda ramka yo'q. Qaqqa o'tgan ketdik masalan. Nima qilamiz? Uni ketdi, miya yana ramka yo'q. O'shaning uchun ancha dunyo qarashingiz ham keng bo'ladi. O'zingiz ham pishasiz, ko'rasiz. O'shaning uchun men tavsiya qilaman, agar masalan kimdirlar tashqariga chetga o'qishga ketmoqchi bo'lsa yoki ota-onangiz o'ylashayotgan bo'lsa ham, yubormasligimi? Agar fundament zo'r berilgan bo'lsa, qadriyat zo'r berilgan bo'lsa, yoshlikdan to'g'ri anaqa berilgan bo'lsa, bola o'zgarmas ekan. Agar yoshlikdan o'zi katta bo'tgani o'zida masalan bu yerda qadriyat qo'yilmagan bo'lsa, fundament yaxshi bo'lmasa, yomon bola o'zi bu joyda yomon bo'lib ketaveradi. O'zbekistonda o'zi ham yomon bo'lar ekan. Lekin yaxshi bo'lsangiz, o'zi ichingizdan hammasi zo'r yaxshi bo'lsa, o'tgan boshida har xil odamlarni ko'rasiz, lekin baribir o'zingizga o'xshagan odamni tortasiz. O'zingiz baribir to'g'rilanasiz ekan. Baribir kelajakda baribir anaqa fundament yaxshi bo'ladi, lekin o'sha ham ota-onaga, ham masalan bola ham o'zi ham ko'radi, ota-onani qadriga yetish boshlaydi, yaqinlarni qadriga yetish boshlaydi, eski do'stlarni qadriga yetish boshlaydi, masalanda. Shular. Zo'r. Endi qiz bolaligini deb o'ylaysiz, work and travelga borsa bo'ladimi yo bo'lmaydimi? O'zi mana qiz bolalarni o'qishga ham jo'natish, misol ishga ham jo'natish. O'zi mana work and travel borgan joyimizda qizlar ham bor edi. O'zi o'zbek qizlar ham bor edi. Shu o'zbek qizlar ham bor edi, har xil davlatlardan qizlar ham bor edi, Turkiyadan bor edi, Rossiyadan bor edi, har xil joylardan bor edi. Endi o'zbek qizlar olgan bo'lsa, borishdi. Men mana hozir bilaman, o'sha qizlar xabar anaqa qilib tursam, ular yaxshi. Aytganimdek, baribir ularda fundament yaxshi qo'yilgan. Misol borishgan, ko'rishgan. Endi bitta o'zini yuborish endi qanchaligini bilmayman-ku. Endi agar u kimlarni yuboradigan bo'lib qolsangiz, masalan work and travelga kimdir bilan yuborsangiz, yaxshi anaqa o'rtog'i bilan bo'lsa, yuborsangiz bo'ladi. Atak bitta o'zini yuboraman desangiz, endi qanaqa? Baribir aytganimdek, baribir fundamentga bog'liq ekanda, qadriyatga bog'liq ekan. Agar fundament yaxshi bo'lsa, o'zgarmaydi. Baribir o'sha odam o'ziga bog'liq. Bu o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham shunaqa bo'lmaymi? O'ylashim bo'yicha yaxshi bo'lsa, mana men o'sha qizlar bilan hozirgacha qolishgan, haligacha yurishadi. Prinsipi yaxshi joyda ishlashyapti uje, yaxshi kompaniyada ishlashyapti. O'zgarishmagan. To есть baribir ham shu fundamentga hamma narsa bog'liq kelar ekan. Keyin mana yana suhbatimizdan oldin subyektiv ko'rsatuvlar haqida ham bir fikrlar ketib qoldi. Ya'ni shu Jamshid xon aka olgan ko'rsatuvlar Angliyadagi, Amerikadagi qiyinchilik hayot haqida-da.
Keyin o'zingiz ham zo'r gap gapirdingiz. Baribir ham boshida kelganingizda oson bo'lmaydi, qiyin bo'ladi va 3-4 yillarda yokida qanchadir bir yillarda oyog'iga turib olib, yaxshi shu tajriba olgandan keyin yaxshi daromad bilan ishlash mumkin degan fikrlarni bildirdingiz. Shu bo'yicha ham bir qisqacha ma'lumotlar bersangiz. O'zi men Amerikaga borgandan keyin qanchadan keyin yaxshi bir daromadli chiqib olish mumkin va qanaqa bo'ladi o'zi jarayonlar? Tushunarli. Da endi aytganimdek boshida baribir ham siz borganingizdan keyin mana masalan o'z davlatingizda ming zo'r bo'lgan taqdiringizda ham borgunizcha baribir ham o'tga baribir siz noldan boshlaysiz. Masalan hech kimingiz bo'lmasa по-любому siz noldan ko'tarilishingiz kerak. Masalan mana hozir men hozir katta tadbirkorlarni ko'rsam o'sha Amerikadagi ham o'zbeklar oldin kelishgan turli yillar oldin hammasidan so'raysiz, hammasi по-любому boshida nimadir ish qilishgan, oddiy ishdan boshlashgan. То есть baribir ham siz oddiy ishdan boshlaysiz. Ozgina 1 yil, 2 yil 3 yilcha baribir o'zingiz mana shular boshida ishlab, har xil ishlar qilib ko'rasiz, sharoitni ko'rasiz. Chunki hech qayerga borib turib bitta zo'r bo'lib ketolmaysiz. Endi agar kimdir tanishingiz bo'lsa, поддержка qilib yuborsa, zo'r qilsangiz bo'ladi. Agar siz noldan o'zi ko'tarilayotgan bo'lsangiz, tanishlaringiz yo'q bo'lsa, baribir ham siz 1, 2 yil, 3 yil ozgina har xil qiyinchiliklarni ko'rasiz, har xil narsalarga duch kelasiz. Ko'rasiz, shu aytganimdek baribir ham o'sha ko'pchilik mana odamlar bor, ketishdan oldin faqat pul uchun ketishadi-da. Masalan, Amerikaga ham ko'pchilik o'ylaydiki, zo'r pul topaman deydi, to'g'rimi? Hamma ko'pchilik o'tani как будто yerlarda pul dollarlar yotibdi, osilib yotibdi o'ylashadi. Vaholanki unaqa emas. Agar faqat niyatingiz pul uchun boraman desangiz, kelmanglar deyman-da, to'g'risi. Chunki baribir ham chet davlatga borganingizdan keyin qanaqadir niyatingiz, o'zingiz kattaroq maqsadingiz bo'lmasa, bitta faqat puldan tashqari, prinsipi hozir masalan O'zbekistonda ham sharoitlar yaxshilanib boryapti-da, qilganingiz yaxshi. Lekin agar kattaroq maqsadingiz bo'lsa, bilmadim, masalan Amerikada bilasiz, o'zingiz hamma startaplar shu yerda masalan katta anaqa yoki masalan eng katta bozor shu yerda. Agar mana shu yerda kattaroq ish qilaman desangiz, keling deyman. Chunki Amerika masalan kichkina short termga zo'r emas, yaxshi emas u, long termga zo'r joy. Uzoq muddatga agar uzoq muddatli plan qilsangiz, uzoq muddatli reja qilsangiz zo'r. Amerikada realni zo'r o'sasiz, butun dunyoga yo'lingiz ochiladi-da. Lekin niyatingiz faqat kelib turib, sразу pul ishlab ketaman desangiz, hech kim kelmagingiz. Chunki baribir ham 1 yil, 2 yil kelgandan keyin baribir qiyinchilik o'tadi. Oyoqqa turish kerak, boshqa qilish kerak. Uje qanaqadir ma'noda oyoqqa turaman desa, uje 2-3 yil o'tib qoladi. O'ta shunday shipirlarni vaqt shunaqa tez o'tadiki, вообще ko'rmay qolasiz. Mana uje bilan bir pasdan deyarli 3 yil bo'lib qolar ekan borganimizga, mana mayda juda ham tez vaqt o'tadi, вообще tez. Ko'zingizni ochasiz, 3 yil o'tib bo'ldi. O'shaning uchun baribir odam o'ziga bog'liq, baribir niyatlarni kattaroq qilish kerak. Va hammasi baribir odam o'ziga bog'liq o'tdi. Kimdir ham bilaman men, 1 yil, 1,5 yilda mana do'stlarim bor, uje dokumentlarni qilib zo'r ishlashyapti. Kimdirlar bor 10 yildan beri haligacha masalan qiynalib yuribdi, kimdirlar masalan dokumentsiz yuribdi. Baribir hamma narsa odam o'ziga bog'liq. Aytganimdek faqat o'sha aniq plan, reja, maqsadlaringiz bo'lsa, borishsin kattaroq. Agar faqat niyat pul bo'lsa, men to'g'ri tavsiya qilmayman. Tinchgina shu yerda qayerda yurishgan bo'lsa, shu yerda rivojlanib shu yerda yurishgani yaxshiroq deb o'ylayman. Zo'r. Hoji Akbar, sizga kattakon rahmat. Menimcha ancha qiziqarli suhbat bo'ldi. Shu jarayonlar hammasini birma-bir chekirib gapirib berganlaringiz ham zo'r bo'ldi. Yana qanaqadir men aytmagan, siz aytmagan gaplar, fikrlar qolgan bo'lsa, bir ularni ham yo'llab qo'ysak bo'ladi. Yo'q, endi deyapman, hamma savollarga javob berdik deb o'ylayman. Endi agar bu qanaqadir qiziq savollar yana bo'lsa, xudo xolisa balkim o'sha keyinchalik yana bu savol Amerika bo'yicha yoki boshqa bo'yicha qanaqadir chiqib qolsa, qo'ldan kelgancha yordam berishimiz mumkin. Shu yoki Instagramga qanaqadir yozsa, qo'ldan kelgancha biz yana qilishimiz, maslahat berishimiz mumkin. Zo'r. Biz sizni ijtimoiy tarmoqlaringiz pastga qoldirib ketamiz. Bog'lansanglar bo'ladi. O'zi Instagram sahifalarida ham zo'r foydali maslahatlar ham berilgan. Hurmatli do'stlar, unda Hoji Akbar sizga kattakon rahmat. Ilmingiz yanada ziyoda bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. U yoqda sizni qo'llab-quvvatlayotgan akalaringizdan ham Xudo rozi bo'lsin. Ancha maza qildik. Ishlaringizni rivojini tilaymiz. Aziz do'stlar, bizning bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning maqsadimiz bugun Hoji Akbarni chaqirib shu jarayonlarni yoritib berish edi va ko'rsatuvga nomam men o'ylab qo'ydim. Work and Travel orqali 3 yildan beri qolib ketgan o'zbek bolasini qanaqadir shunaqa bir nom qo'yamiz. Va buni natijasida qanaqadir sizga yoqqan yaxshi va aytganingizdek o'z dunyoqarashini ham ancha o'sadi, musofirchilikni ancha o'stiradi, zo'r bo'lgan. Xuddi shunaqa kimdir yana borib, qolib ketib yokida endi borish reja qilayotgan do'stlarimizga ushbu ko'rsatuvimiz sal bo'lsa ham foydali bo'lsa va
nimadir maslahatlardan foydalanishsa, biz maqsadimizga erishdik deb hisoblaymiz, Hoji Akbar. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon sizga ham. Sizlar ham ishlaringiz rivoj deyman. Rahmat. Xohlisi yaxshi katta mana shunaqa ko'rsatuvlar qilib, sizlar ham katta telekanal kuchligi tilab qolaman. Rahmat aytganingiz kelsin. Ketkizgan megabaytinglarga va vaqtinglarga rozi bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishganda ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, Hoji Akbar.